Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz muhterem qarindoshlar, muhojirlar, dunyoning har qaysi joylaridan Uyg'ur qarindoshlik studiosida nimalar yuz beryotidi, dunyoda nima bo'layotidi, muhojirlar nima ish qilyotidi, tashkilotlar, raislar, xalq harakatidagi aktiv qarindoshlarimiz nima ish qilyotidi deb ikronimizga diqqat qilgan butun qarindoshlarimiz bugun ikronimizda xalq harakatiningki boshlamchilari bo'lgan va aktivlari bo'lgan bir qancha shaxsimiz bilan suhbat ilib boramiz. Ularning birisi hammalarga ma'lumlik bo'lgan Istanbulda, ya'ni Turkiya dabaligida xalq harakatiningki aktivlaridan birisi bo'lgan va o'zining harakatlari bilan xalqimizga kichik bo'lsin, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin o'zining kuchini qaytayotgan, xizmatini davom qilayotgan bizningki qarindoshimiz Abdullah Aziz qarindoshimiz bilan bu harakat, bu mujodala, bu faoliyat qandoq davomlashyotidi, jarayon qandoq bo'layotidi, buningdagi ijobiylik, salbiylik, taraqqiyot yoki mag'lubiyat taraflari qandoq bo'layotidi, bu to'g'risida biz suhbat ilib boramiz. Bu qarindoshlarimizni desteklash yuzasidan, bu qarindoshlarimizga texmo yaqindan yordamda bo'lish yuzasidan dunyoda muhojiratdagi tashkilotlarni kuzatamiz, ularga diqqat qilamiz, liderlarni, raislarni kuzatamiz, ularga diqqat qilamiz, ularning ish harakatlarini davomli xalqimizga ko'rsatishga, ularni maqtashga va ularni tanqidlashga tirishimiz aziz qarindoshlar. So'zni men hemen Abdullah Aziz qarindoshimizga beraman. Assalomu alaykum Abdullah, ikronimizga xush keldingiz. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hüseyin Tecelli Ustazdınki Qarindoshlik studiyasi aldidagi barliq ko'rurman. Aziz qarindoshlarimiz, aziz xalqimiz, aziz millatimiz. Hüseyin Tecelli Ustazdınki ushbu ekran orqali har bir qaysinglar bilan yuz ko'rishayotganimdan Allah razı olsun. Monopolluk teşkilatçılıktan keyin bu 2-3 yıl mabeynida teşkilat reisleri, çoğun teşkilatlar şu yerlik devletlardaki kiçik teşkilatlar ve kiçik hareketler, faaliyetlerini monopol kılıvelishidan biraz qutulup bugünkü günde her qaysi devletlerde bir qancha yoshninki, bir qancha aktivistninki va yoki yerlik ma'lum kichik tashkilotlarninki qurilishi taraqqiy qilyotidi va buning yo'l ichilyotidi. Burunlarda bir shaxs harakat qilaman desa, uning har jihatdan zulm, har jihatdan uningga cheklama, yasoq, ya'ni uni qildirmaslik uchun nurg'unlagan maniylar tavallikidimi kichik tashkilotlarning qurilishi va shaxslarning o'zligidan chiqib maydonda xizmat qilishi biraz tezki to'xtaydi, ammo bugungi kunda inshaalloh sizlarda qarindoshlarning chiqishi bilan cho'ng tashkilotlar bunga ko'ndi va xalqimizmi bunga yaqindan yordamchi bo'lib sizlarni qo'llayotdi. Siz shularning ichidan birisi Istanbul tavallikida uzun quruq gap qilganning o'yniga bir ish olsin qilay deb o'zingiz men shaxs nima qila olayman demasdan maydonga chiqib oz olsin jiq olsin o'zingizning harakat orqali bugun xalq harakatida bir yoshlarning bir ishlarni qila oladiganligi, shaxslarning qo'ldan bir ishlarning keladiganligini isbotladingiz. Bu xizmatingiz to'g'risida o'tgan qatimda biz programma qildik, ammo bundan keyin davomli qilamiz, chunki bir ikrom bo'lganligi uchun bugun yana sizningki xizmatlaringizni anglab chiqamiz. Boshlanish jarayonidagi qiyinchiligingiz va o'ttiri va bugun qanday harakatlarni qilyapsiz, bu to'g'risida bir boshdan qisqa shaklda bizga tanishtirib bersangiz, men internetdagi bu masalalarni vaqtcha bir o'ngishib olsam deyman. Marhamat. Hoş bulduk. Endi hozirgi suhbatimizning temasi illatlik, ya'ni saxovat, xayr saxovat temasi va o'zining so'ragan savollari bu harakatimizningki dastlabki qadamdan boshlanib va hozirgacha bo'lgan ilib berilgan jarayonlari. Bunu tunuşturup ölsem, hem de hemimizge ma'lumluq bizning vatanimizda kelgandan keyin hamma inson
şu vatanninki hizmetiga özünü pida qilishga, şu vatanning hizmeti üçün özünü köydürüşke, özünü şunun ataşqa atlandı. Şunun qatarıdan bizmi qalbimizdeki iman, aqidimizdeki sap bolgan bu vicdanninki türtkisi, bununki mujassimi, bununki sebebi bilen bizmi özümüzge, yani vatan bizden qanday hizmetni kütüp atıdı. Yoki biz vatanimiz üçün qanday hizmetlerini elip berip bara alaymiz degan suallar türkisida bu hizmetlerini başlagan bulduk. Albatta bu hizmetninki bayam dep ötep ketdi, çoğun kichik yok. Degan mushu falsafa bo'yicha bizga berilgan har qanday bir xizmat ve yani vatan yo'lida har xil kollektivlari, har xil kategoriyalar bo'ladi. Shu vatan xizmatiniki har bir qismidan berilgan kichikgina xizmatni ne'mat deb tunib, uni g'animat deb bilib qilishga atlandik. Bunun qatoridan eng dastlabida buni elib berishim o'tib bo'lgan narsalar Türkiye tavallikidagi bulutmu biz yaşayotgan İstanbul, Safaköy, Zeytinburnu qatarlıq mush rayonlardaki iki çaqsız yetim yesirlar, iki çaqsız tul hemşirlerimiz, aile sanallarımız veya ki iki çaqsız atı boğularımız, boğay mumlarımızınki ahvali ve bulanınki atı boğuz, bulanınki yetim yesirlerimizdenki ata anasız, atı boğularımızınki balıçaqsız kelip kelişinin üzerine vatansizlikten gidip çıkan bir gariplik iken. Şunda bolgandan keyin o qarindoshlarimizningki vatansizligidan kelib chiqqan u yarasiga, o malhimiga ata bobolarimizga o'g'il bo'lib turib, farzand bo'lib turib, yetim yesilarimizga akufku bo'lib turib, illiqligimizni yetkazsak degan umidda bu yo'l qadam olgan bo'ldik. Beşira qanday qilarimizni, qanday boshishimizni bilmagan edik. Şundaqmı yerlik qarindoshlarimizningki partiya olsun yoki har xil dernekler olsun, teşkilatlar olsun yerlikdiki qarindoshlarimizningki qilgan bu saxovatlarga faqat vasila xarakterde bununla bu hareketlerini elip bağlan edik ve bu qarindoshlarımizga illiqlikni musholatga yetkazishga bir mezgil davom qildik. Xo'sh, albatta bu yaxshiligi ba'zi yerlarda bedelsiz bo'lmadi. Yani karşılıksız olmadı, yani menfaatsiz olmadı. Uçukun ettiği vaxtda menfaatsiz olmadı ve bu ahval bizden hakikaten dilimizni xanjar olgandek, açıkımızga açık koşgandek nayet azaplandık, ko'nglimiz yerim bo'ldi. Menfaatsiz bo'lmadi deganingiz qanday qamda? Xo'sh. Yani sizga ochiq zarbalar berildimi? Yo'q, ochiq zarbalar berilmadi, ammo qilingan yordamlardan keyin ma'lum narsalar talab qilingan bo'ldi. Albatta tamam, bir narsa qilingan ekan, uningki bir narsa talab qilish haqqi bo'lishi mumkin, huquqi bo'lishi mumkin, ammo bu talab qilish bizningki da'voyimizga chetilsa, saqma qiladigan, yalang'och qolsaqma qiladigan bir da'vo. Shunda bo'lgan ekan, gahi bu Türkiye'deki yerlik teşkilatlar deb atay, teşkilatlarning o'ziga bir mazhabi, o'ziga bir fiqhisi, o'ziga bir manhaji, yani yo'li istiqomati bo'ladi. Yani agar siz onunla to'g'ri kelsangiz, o sizning qarindishingizda qabul qiladi. Agar siz onunla to'g'ri kelmasangiz, degandek mana shunday bir oddiy bir ishlar. Oddiy bo'lgan taqdirdami, boshqalarga oddiy bilinishi mumkin, ammo menga faqat oddiy bilinmadi. Chunki bizningki bu Sharqiy Turkiston da'voyimiz en dastlabida zulm elib berilgan vaqtda Sharqiy Turkistonda biz baholatni so'zlaymiz, biz ko'rgan zulmni so'zlaymiz. En dastlabida İslamiyetga, ya'ni islomiy amal ibodatlarimizga hujum qilishdan boshlangan bo'lsa, keyin milliyetimiz, milliy ruhimiz, milliy urf odatlarimiz, milliy san'atlarimizdan tortib butun milliy ruhiyatlarimizgacha bu zulm davom qildi ve hozirgi ahvolda ne İslamlıqımız, ne milliyetimiz ve bunundan eşip çetnep insonligimizga elib berilgan bir şekilde bulavatdı. Şunun için ben oylayman ki bu Sharqiy Turkiston davosi yalğız musulmonlik davosi yoki yalğız Uyg'urlik davosi yoki yalğız Türklik davosi emas, balki har qanday bir inson yoki insondan sirt hatta bir jon egasininki bir davosi bo'lishga loyiq bir şekilde yani şunda zulüm eşip gitti, teşip gitti yani.
Çünkü her kanda bir can ilgisiga Şarkı Türkistan'daki zulüm, her kanda bir can ilgisiga yakmaydigan, her kanda bir vicdan ilgisiga. Ben deyman ki biz Şarkı Türkistan'daki ahval mana şunda ağır iken biz sen oң çıktın, sen sol çıktın, yoki sen igiztin, sen pakatın dep ayrıydigan hech qanday hazır unda bir ahvalimiz yok. Bizge fakat Şarkı Türkistan'a bizge hemden bola alaydigan, hiç fark ayırmaydigan teşkilat karakterlik emas. Teşkilat karakterlik o mesele emas, devlet karakterlik. Devlet karakterlik emas, dünya karakterlik yerden beriş kerek bolgan bir haletdir. Şunda bolgandan bunun biraz konumiz yerim boldu. Yarımızga yarı koşaldı. Toktaptı bu özümüz kılanmamdı o qarindaşlarımızga yardım kolumuzni, illiqlik kolumuzni özümüz berememdi. Biz nima ish qilolmaymiz. Biz Uyg'urlar intayin xayri saxovatchi bir millat bo'lsak. Biz Uyg'urlar yaxshilikni intayin suydigan bir millat bo'lsak, qarindoshlarimiz qo'llamay qolmaydi cho'qim degan bu niyatimiz bilan o'zimiz yenimizdan nima bo'lsa, shuning bilan buni boshladik. Boshlagandan keyin albatta buni qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Ya'ni bu qilgan yaxshiligimizni qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashdikki, biz ma'lum yetim Misr qarindoshlarimiz, ya'ni salohiyati yushurun holatda ma'lum yetim Misr qarindoshlarimiz bilan ma'lum yaxshilikni qildik. Qarindoshlarniki duo qilib qo'yishini umid qilamiz dedik va bu tashviqotimiz bilan xalqimiz bizni qo'llashga boshladi. Ya'ni qo'llashdan sir xalqimiz bizning qo'limizni tashviqotimiz orqali tutishga boshladi. Ya'ni biz qo'lini tutolmagan yoki ular ma'lum tashkilotlarga, derneklarga berib o'zining ahvolini aytish uchun hijil bo'ladigan shunday qarindoshlarimiz mavhum to'l dunyosi orqali, mavhum tashviqotimiz orqali bizning qo'limizga, illiqli qo'limizga qo'lini uzatdi va uningdan sir şu holatda elib borgan bo'ldi. Intayin yaxshi qo'lladi. Men haqiqatan Uyg'ur millatiniki nihoyatda go'zal axloqli, nihoyat fazilatli bir millat ekanligini yana bir qatim takror tunib yetgan bo'ldim. Chunki shu harakatlarimda boshdan tortib ta hozirga qadar Uyg'ur qarindoshlarimiz birinchi safda yer elib bizni qo'llayotdi, quvvatlayotdi. Elib borgan harakatlarimizni xalqimiz bilan birga maslahat qilib, birga fikrlashib, birga aql yurgizib, tahim mukammal bir shaklda elib berishga tirishib bugungi kunga keldik alhamdulillah. Yani dastlabki qadamda bu bugungi programmani bu şekilde elib borsak deyman. Masalan, siz asosan umumiy siyosiy shaklda emas, balki o'zingizning shaxsiyati tarafdan men mandaq boshladim. Men bu şekilde elib bordim. Mandaq qiyinchilikqa duch keldim deb bu men shaklda boshlab bersangiz ham yaxshi deyman. Chunki shaxslarning maydonga chiqishi, xizmat qilishi masalasida jiq qiyinchiliklarga duch kelgan shaxslar maydonga chiqqan vaqtida bu albatta menning xizmati emas. Men uni tushunayligidek bir odam. Menning xizmati emas. Faqat bu yerda boshlash men bilan boshlanadi ko'pincha vaqtlarda. Bundan keyin bu bizga o'tadi, taraqqiy qiladi. Ammo sizningki hozir qilayotgan xizmatingiz bu o'yliqi ulgi xarakterdagi butun millatda umuman yeyilish namunasi bo'layotgan bir narsa deb o'ylayman. Ya'ni masalan, İstanbul'dan siz chiqdingiz, Konya'dan yana birisi, Yalovadan yana birisi. To'g'ri mu? Cho'qimla ma'lumli bir adam bir tashkilotli qiladigan ishlar emas bu. Nurg'un qiyinchiliklarimiz bor, nurg'un voqeliklarda, masalalarda. Buning uchun bu programma xalqimizga va siz bu yerda o'tirib bir shaxsning bir ishni qila oladiganligi, uning taraqqiy qila oladiganligi va uning bizga aylana oladiganligi, cho'ng ishlarni qilish uchun kichik ishlardan boshlay olganligidan iborat. Bu bir shaxsiyatingizdan bizga bir narsa deb berishingizni umid qilaman. Ya'ni qanday qiyinchilik, masalan, qanday qiyinchiliklarga duch keldingizki, bu yerda mendaq bir masala bor. Biz bundan keyin qiyinchiliklarni chiqib tashlashimiz kerakki, o qiyinchilik Uyg'urlardan kelsimi. Masalan, atrofimizdagi tashkilotlardan kelsimi, raislarimizdan kelsimi, boshqalardan kelsimi kerak. Burun yo'l qo'ygan edik. Burun davlatlarda, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli boshqa Yevropada bo'lsin, bir odam bir shaxsiy xizmatni qilaman desa, uni nurg'un kishilar qarshi chiqatdi. Uni putlatish uchun tirishadi. Tashkilotlar telefon qilib uni yig'ishtirib o'tadi. Ammo hozir undaq narsa asosan pachaqlab tashladi. Yoshlar her davlatda bir ikkidan yoshlar chiqib, sen jimto cho'nglar yoki endi ma'lum bir qism cho'nglar qartilgan gap bu.
yoki tashkilotlar sallam qilamtan bu xizmatni bizmi qilamiz, vatan bizning vatan, xalqimiz bizning xalqimizda buni pachaqlab tashladi. Buningdan keyin texim pachaqlab tashlash uchun sizlardek aktiv chiqqanlarni tashkilotlar bo'lsin, raislar bo'lsin, biraz gap qilib qolsa biz darhol uningki gelini bo'g'ishimiz uchun sen jimto deyishimiz uchun ochiqsin sizga o'xshagan. Allah razı olsun, sualına aytib tushundim. Endi men bu harakatni boshlashimga yani bir ko'ngilsizliklar sabab bo'lgan. Bayanda o'tib ketdim. Yerlik bir gruplarninki, tashkilotlarninki yani qilgan bu harakati, qilgan bu yaxshilikqa qarshiligida bir narsa bizniki da'voyimizga oid bir narsalarni qilish qilmaslik to'g'risida fikr yurgizilishidan iborat. Bu xil bir narsa qalbimni azoblab, ruhimni tushkunlashtirib, hatto bir qancha kun uydan chiqmadim. Shu vaqa bo'ldi. Bir qancha kun uydan chiqmadim. Ya'ni biz 10 yoqqa muhtoj bo'lib, o'zimizning da'voyimizdan voz kechmaymiz degan. Shu iroda kichik kun uydan sirtqa chiqmay, qattiq ruhim azoblandi. Shu azob thinkingki bir ilhom keldi. Yani bu faqat men shunda o'ylaymanki, u vaqtda nayt ko'nglim yerim bo'lgan, nayt ruhim tushkunlashgan, nayt azoblangan. Haqiqatan vatansizlikni shu vaqtda tatgan edim. O vaqtki hissiyotimni ifodalab berolmayman, balki nurg'un pushmonliklar, nurg'un masalan ko'ngil yerimliklar qatorliq nurg'un bu hissi narsalar bo'lgandi. Pushmon qilganda shunda bir ishlar bo'lgan, ammo hozir o'ylaymanki, ana shu vaqtdagi ochiq, shu vaqtdagi ko'ngil yerimchiligi, shu vaqtdagi vatansizlikning dardi, shu vaqtdagi hijron mana bugunki nurg'un yaxshiliklarga vasila bo'lgan Alloh taolo tarafidan menga avatilgan bir qiyinchilik ekan deb u vaqtdagi qiyinchilikim uchun nayta xursand bo'ldim. Agar u vaqtda men shunda bir tanlashga duch kelgan. Agar men kichkina bir manfaatlarni deyman, boshqalar nima desa tamom deb turib, yana qilmay, ya'ni nima deymiz, yumshoq bosh xarakteri bilan ma da'voni qilma va yoki u meningki qo'lim orqali millatimizga boradigan ma yaxshilikdan voz kechima va bunday qilish orqali o'zimning da'vosiga o'zim sap ega chiqaman degan ikki tanlashni duch kelgandim. Bu ikki tanlashda Alloh xolisa men qat'iy irodadan kelib niyat bilan men mayli mening millatim yoki men och qilib o'lay, yalang'och qilib o'lay, bu da'voyimdan voz kechmagan holatda, da'voyimga o'zim ega chiqqan holatda bunu davom qilma degan shu maqsad bilan bütün munosabatlarni uzib kesib, undan keyin to'xtab turmami insongo, meningki bir millatim borgo, meningmi nayt xayr saxovatchi aka-singillarim, qarindoshlarim borgo bu dunyoda hayotgo, boshqa o'zimizni bo'lmagan taqdirdami boshqalarga beradigan bir xislat bizning millatda, bizning musulmonlarda borgo degan shu iroda bilan chiqqan edim. En dastlabki ve en ahirki, hazır kadar en dastlabki ve en ahirki qiyinchilikim ana shu. Undan boshqa hech qanday bir qiyinchilikim haqiqatan bo'lmadi, rost gap qilaman. Bu yerda menga yoki biroz kelib tahdid solgan yoki sen qilma etma degan hech qanday bir ishlar bo'lmadi. Balki bizniki cho'nglarimizmi, xalqimizdan tortib cho'nglarimiz qadar qo'llab-quvvatladi. Har bir jamiyatning, har bir tashkilotningki raislardan tortib butun xizmatchilargacha meni qo'lli deb qarayman. Qo'lli deb belaki bana uç kaşkar edemigen takdirdim elbette pinhallarda bana dua kıl deb o'ylayman. Çünkü o qarindoshlarimiz ana shunda dua qilmagan bo'lsa, hozir ko'rayotganimdek bu bizningki illiqlik harakati, faoliyatlarimizningki turi kundan kunga sarxillashib, Alloh taolo yo'limizni ochiq qilgan bir holatda ketyapmiz va bu demak qarindoshlarimizningki bizga qiyinchilik tug'dirishidan emas, balki bizga duo qilishidan, bizga kuyunishidan kelib chiqqan deb o'ylayman. Hatto qarindoshlarimiz shu qadar kuyunudiki, men shuna bir narsa his qilaman. Qilayotgan yordamlarimiz, yaxshilikimizni albatta nurg'un fikr yurgizgandan keyin, tafakkur qilgandan keyin, nurg'un o'ylanishlar, istishoralardan keyin bu yaxshiligimizningki tashviqotini to'r sohasida elib berish qarorini olgandim va buni tashviqot qilyapman. Ya'ni bu tashviqot qilishim faqat bundan qildik deb qarindoshlarga ko'zish emas. Alloh qarindoshlarimiz qilgan bu yaxshilikni ko'rsatish orqali biz illiqlik yetkazmoqchi bo'lgan pinhallardagi qiyinchilikda chini chig'ib ishlayotgan, livini ishlayotgan ana shu qarindoshlarimizningki qo'lini shu tashviqot orqali tutish.
Çünkü bu ahval yani bu gariplik miskinlik intayin bir egir ahval. Bulup mu bizdek vatini de nahayet aziz ötken, vatini de nahayet bayaşat ötken, vatini de hatta hayır sahaveti ötken nurun karindaşlarımız hazır. Bazı bir maddi ahvalda ihtiyaclık bir halet düşüp kaldı. Bunu közümüz köre avatıdı mesela. Yani şundan karindaşlarımızga bu berip yügrep berip birisini aldığa ben ihtiyacım batı deyiş hakikaten insanın ki nefsine eğir kilodu. Ve bu bulup mu bulmagan bir iş yani. Bir Müslümanın ki çıkıp lan birisini aldığa ihtiyacım batı deyip yügrep çıkışı bu Allah Teala terp edin. Yani hakikaten miskiller ula sükut kılgallardır. Ana şulağa verilgen yardımla naiti makbul buludu dep bizning İslam'da şeriatda mı? Ana şunda pekar miskinlikке bu yardımga mana şunda qaraymiz. Yani bu qarindaşlarımız diginimizdek özü bu uç aşkara yoki yüzdürane bunu diyemeydi. Belki fakat özününki hicilcilikini, özününki o hisletini, özününki o özününki o naiti kem korsaklıkını, özününki naiti o akköңellikini ibaret, saddılıkını ibaret bu faziletini belki perde orap tuğan bu mevhum dünyadır. Bizden teşvikatımızı tutup kalsa acep emez diyen ma nişan. Ve onun dinsin. Bizdeki mena bu şu hayır sahavet. Elbette bu hayır sahavetli biz kılmayız. Biz fakat vesile okucu. Mana bu şu hayır sahavet kılınan hayır sahavetlerini kögüçü hayır sahavet kılışını oylavatkan ya ki oylap bulanmagan yani unutup kalgan qarindaşlarımız muşunu bir köre şarkılıp hayır sahavetke atılınıp kalsa acep emez diyen mena muşu niyetlerle bunu teşvikat kılımız. Hem de ben sözümü qaytıp gelsem qarindaşlarımızdaki koldaşı o kadar nait köngülümünü suyundurdu ki o kadar kollaydı, o kadar bizni yaxşı görürdü. Yani inkaslarda teşvikat inkaslarımızda qarindaşım kılgan bu işiniz riya bolup kaptı. Demişki bunu çıkarırsınız. Dak nurgun fikir yazgan qarindaşlar oldu. Şunun başka o qarindaşlarımız yani o mağa pitni çıkarış yoki mende putak çıkarış emas belki. Menimki ana kılgan şu işlerim emellerininki savabı, ecri küyep ketmesin. Yani bihude olup ketmesin, zaya olup ketmesin. Yani habeti emel katarlı olup ketmesin de bana küyünü şekilde bunu deydim. Ve şu sebeplik nurgun qarindaşlarga ahvalını düşendirgen bolduk. Oturup mulayizə kılgan bolduk. Nurgun qarindaşlar mena şu fikirden keyin biz paranlaşkandan keyin özününki avu sizin mağa çıkarganınız riya degan qarindaşlarımız bizden fikirleşkenden keyin 100% özgürüp ben sizni kollayma deb bizning tashviqotlar bizni taqib qo'ydigan hatta mushalat yetdi. Buningdan nimani ko'rinish qildi deseniz bizningki tashviqotimizga yozilgan inkaslar bizga qarshi bo'lsin yoki ijobiy bo'lsin hargiz bizim pitni chiqarish uchun, putak chiqarish uchun yozilmaydi ekan. Faqat yaxshi ko'ngil orqali yoziladi ekan, uning tutgan pozitsiyarimizga bog'liq bo'ldi ekan. Yani o yazılgan inkaslarga chiroyli bir şekilde pozitsiya tutib, o qarindashim men kuyni atadigan degan o'ylab turib, uningga yaxshi bir javob bersak, ular bizni tushunadi ekan va uningdan keyin bizni qo'llaydigan bo'ldi ekan. Demakchi bu uning boshlagandan tortib bugunga qadar siz degan shakldagi qanday bir qiyinchiliklarga uchurmadim. Hamda qiyinchilik deb masalan gahi qarindoshlarımızın ihtiyacını qamdaydigan yerlarda qamdab bulanmay, qamdamaydigan yerlarda degandek qarindoshlarimizniki men uchirdim deydigan eng ig'ir qiyinchilikim nima desiniz? Ma'lum bir uyga yoki oilaga yoki ma'lum yetim yesirlarninki turayotgan yerga boramiz. Ularning darhol hal qilib bergungiz, darhol ularning qo'lini ilib tutqungiz keladi. Ularni bir bag'ringizga haqiqiy bosqingiz keladi. Ana shu vaqtdan darhol uni darhol ijro bo'lanmaydigan gahi vaqtlaringiz tamam deb uni ijro qilishga aldirayotgan vaqtim eng qiyinchilik bir vaqtim deb o'ylayman. Ya'ni shu qarindishimningki ahvolini qiyinchiligini darhol bir men o'ng şey yani o şu qiyinchilikqa men qo'limni sunay deyman-yu, ammo ahvolimizningki sharoitimizningki gahi chiqinish bo'lanmaslik sababli yani biraz o qarindishimizni saq qo'ygan vaqtim eng qiyinchilikim deb shuni o'ylayman. Undan boshqa qanday bir qiyinchilik hozir qadar uchurmadim. Alloh taolaning rahmati bilan bir vaqtimiz ve kundan kunga bir sistemlashgan shaklda kundan kunga bu texmo mükemmelleşken bir şekilde devam kılıvatıdı.
Bu albatta Allah'ın rahmeti aziz halkımızdan, milletimizdenki mayli adli puhradan tatip mayli teşkilat başlıkları kadar duasıdın bu galbilaninki kilovatkallık edip oylayımız inşallah. Allah razı olsun. Yani men başta biraz kıyınçılıklarga duch keldim deganligimiz uchun uni anglab bakaylı dedik. Çünkü hozir Allohning rahmati bilan har qaysi davlatlarda sizga o'xshagan yoshlarni biraz mediyalab shaxsiy harakat qilayotganlarmi bor. Bu bek muhim hamda. Çünkü cho'qim hamma da'vatni xizmatni cho'qim tashkilotlar qilish kerak. Shaxslar kari yo'q deydigan bir ish yo'q. Albatta men taraf bir narsa talab qilmoqchi. Yani bir odam sizga o'xshash. Hozir bu mayak illiqlik harakati degan nomda harakat qilyapsiz. Bu bir marka bo'lib, bundan keyin taxim cho'ngish uchun, taxim taraqqiy qilish uchun bu yaxshilikniki. Hamda albatta bu bir shirkat yoki biznes emas, ammo bu bir harakatning boshlanishi. Balkim bundan keyin taxim cho'ng xizmatlar Alloh berishi mumkin. Mushundaq bir harakat boshlamoqchi bo'lsa, mandaq boshlasak yaxshi bo'ldi ekan degan bir asl bir narsani boshlashning, bir ishni boshlashning boshlashni bir shaxsniki. Sizniki mendan boshlang deyishimdagi sabab bu. Sizdan o'rganmoqchi bugun. Biz buni o'rganib olaylik. Yana bir qarindishim, yana bir shahar bo'lsinki, bizning xalqimizning taxim bunday yaxshi ish qilganlar ko'p chiqsin. Hatto bizni qetilaylik. Bugun masalan studiyamizdagi sharti bo'yicha bir amaliy ish qilish, har bir suhbatda amaliy ish qilishga tirishish sharti bo'yicha siz bilan bir hamkorlik o'rnatishimiz mumkin inshaalloh. Albatta bu sizning qo'shilishingiz yoki qarindoshlarning maslahatlari bo'yicha bo'ldi. Shuni bu shaklda ifodalab bersangiz so'zingizni yana. Mandaq boshlanib, mandaq qilinsa deb. Undan keyin men boshqa savollar qo'ysam. Bu savol bak meningki xarakterimga nisbatan yat bir savol oldu. Çünkü nemiş kardeşler men deganimdek men bir illiq harakati boshlataygo, shunday bir ish qilaygo, qarindoshlarga illiqlik yetkazaygo degan necha 10 yillik planim yoki loyiharim o'zimning hayotimningki ilib borgan har bir qadamlarim ma'lum taqdirlar sabablik o'ng so'lga o'ng'i bo'lib ketadigan va shu sabablik g'alaba qilsam shu taqdirim sabablik bo'ladigan agar mag'lub bo'lsam shu taqdirim sabablik bo'ladigan mana shunday bir hayotimdagi bir alaylik bor. Ama daha icraat qilishimmi masalan men bir tayyorlik qilib puxta necha yillik bunday bir ishlarni emas, balki ma'lum hayotdagi oddiy sabablarninki ta'sirga uchrashi bilan ijrat olgan ijrat bu ne'matiga erishgan va undan keyin bu vatan xizmati uchun men Ravrus tayyorlik qilib bilimni bog'lab bunday bir aloqa qilaygo bugundan boshlab qildim bismillah deb bog'lab deganim hozir bilimni bog'lamadim degan gap emas. Bilimni bog'ladim, ammo buni plan loyiha bilan emas, balki ma'lum sabablar yoki ma'lum bir hadislarninki yuz berishi bilan shu ahvol bo'lib qolgan. Bularmi ma'u illiq harakatimning deganimdek bu faqat asli vatanga bo'lgan xizmat vatanimiz uchun qanday bir xizmat qila olamiz, da'voyimiz uchun nima yengilliklarni yarata olamiz degan shu muddo bilan ketayotgan yerda bir hadislar bilan bunun kirib qolgan bo'ldik. Bunun kirgandan keyin bayam degandek biz qiyinchiliklarga duch keldik. Ko'nglimiz yerim bo'ldi, azoblandik va undan keyin o'zimiz qo'limizga qilib mangdik degandek. Mana shunda har xil hodisalar sabablar qator mana bu yo'lga bizni akirib qo'ydi. Bu faqat Alloh taoloninki ma'u bandam ma xizmatga loyiq degan shu taqdirdan boshqa hech bir narsa emas deb en evvelen talep kılınan narsa insan olgan samimiyet, ihlas, iman iken bu işte. Çünkü bu iş fakat ve siz bilen Rabbinizden arlıqındaki bir hizmet ve onun için milletiniz gibi olan bir hizmet. Şunda olganken siz evvelen özünüz işinişiniz gerek. Yani ma hizmetine kılışkan fakat Abdullah işençilik dep mani mühürünü koygan dinkin siz mani el para alaydıkeniz. Eğer özünüz işenç kılanmasanız yoki imanınız ishonch qilamisiz yoki ixlosingiz ishonch qilamisiz bunga kirmayli qo'yganingiz nihoyat yaxshi bir xizmat deb o'ylayman. En avval shuni tayyor qilish kerak inson. Tayyor qilgandan keyin eng muhim bir narsa bu ishning xarakteri. Men bunga kategoriya degan
bir musulmanniki bir musulmanga, bir Uyg'urniki yana bir Uyg'urga elip beradigan bir yaxshilik, saxovati yoki faqat bu saxovat yoki illiqlik faqat maddiyat bilan cheklanib qolgan emas, har xil ma'naviy jihatlardan elip berish tegishli bir narsa. Zamanımız qaraydigan bo'lsak, bular yerlik gruplar, yerlik teşkilatlar, yerlik derneklerde yordam desa, yordam keldi deydi. O yordamninki kelmasdan siz onu faraz qilib nima yordam keladiganligini siz taxmin qilib olasizlar. Nima yordam kelsa makonda ta'lim zo'qas unyan mushu bir narsa. Yordam keldigan desa makonda, yordam keldigan desa makonda. Uyg'urlar yemaydigan bir narsa. Bu anaqa muqim bo'lib ketgan xarakterdagi bir ish yani. Bir yordam men tutayotgan mening xizmatim yoki men maash oladigan mening xizmatim emas, balki bir o'zimning imoniy burchi, eng avvalo imoniy burchim, o'zimninki Sharqiy Turkistondagi bir avlod bo'lish suhbatim bilan mas'uliyatim deb tunudim va shu holatda illiqlik deb bir kategoriya qurdim. Bir kategoriya qurdim. Ya'ni qarindishimninki qanday bir jihatdan ehtiyoji bo'lsa, ya'ni moddiy olsun, ma'naviy olsun, qanday bir jihatdan ehtiyoji bo'lsa, bunu şu illiqlik kategoriyasi ichiga kirgizib, buni ehtiyojini qamdashga men shaxsan tilishdim. Va boshqa shuni o'ylashayotgan qarindoshlar bo'lsa, albatta qo'llayman, qarshi olaman, hurmatimni bildirman, chunki qarindoshlarimiz albatta mana shunday vasila bo'lg'uvchilarga intayin ehtiyojli. Ana shu qarindoshlarimiz davomli bizga va yoki bizdagilarga muhtoj bo'lib qolgan emas, balki o qarindoshlarimiz g'ariblik, miskinlik holatidan biz illiqlik qo'limizdan tutib, ularni elib chiqishimiz, ularni har xil illiqlik bilan ularning ehtiyojini qamdashimiz va uningkin o'zining kuchiga o'zini qamdayolgudek, o'zining kuchiga o'zi tayinayolgudek bo'lish va hatto ana shu biz qarindoshlarimiz yordam qo'lini uzatgan ana shu qarindoshlarimizni hatto o'zidan boshqa yordamga ehtiyoji bo'lgan, o'zidan boshqa illiqlik ehtiyoji bo'lgan qarindoshlarimiz illiqlik qo'lini yetkazoladigan bir holatga ilib kelish. Mana shu meniki shu olim. Qarindoshlarim nargiz kimga, bir odamga yoki bir shaxsga yoki bir dernekka yoki bir kollektivga yoki 360 kun boshqalardan keladigan bir bunda bir ishdan saqlab qilish baş nishonim, shuarim, g'oyam mana shu bo'ldi. Biz qarindoshlarimiz illiqni yetkazimiz deymiz, hergiz ularni patqoqqa paturib qo'yamiz. Hergiz ularni bizning o'nyig'imizdan ehtiyojli va 360 kun shu o'nyig' bo'lmasa yashamaydigan holatga akilimiz desak bu illiqlik emas, balki bu ig'ir bir ziyonkashlik. Mana shu shuar g'oyalar bilan hozir qadar davom qilib kelyapman. Allah razı olsun. Bizning qarindoshlarimizni tavsiyalarim, taklifim albatta shu. Yani konkretroq şekilde nima ishlarni qilyapsiz mesela onun bir qisqa? Konkret ishlarga kelsak, dastlabida boshlagan vaqtimda shu yetim yesirlar, egachaqsiz tul hemşehrilerimiz, aciz sing'illarimizning guruch bir narsalarniki boshqa bizning Uyg'ur derneklerimiz olsun, mayli boshqa saxovatchi qarindoshlarimiz tarafidan ta'minlanadiganligini, ammo ularningki farzandlarininki mayli sut olsun, mayli bir quvvatli guzaylaydigan tuxum olsun, qatorliq o'yininki hatto bu alay deydigan bir zakisi olsun, mana shunda ehtiyojlarininki qamdalmayotganligini ko'rib, mana shu derneklerimiz, tashkilotlarimiz unya qatorliq ehtiyojlarni qamdabdi. Alloh razı olsun. Endi men ularninki ishini bo'lmagan oddiy kichik bo'lsa-mu, ana shu sut, tuxum, zakka qatorliq shu bir narsalarni to'liqlashga men tirishay deb, men shu yerdan boshlagan. Bu ehtiyojlilarni izlab so'rab, ko'rib, ko'rishib, berib, ziyorat qilib, ananiki mushtada bir oyliga bordik. Masalan deyman, bu misol, masalan bir oyliga borsak, o oyning zakka ehtiyoji bo'ladi. Yana bir prinsipni eskartib o'tay, so'zimni davom qilmasdan burun. Meningki bu illiqni yetkazish prinsipim hergiz qarindoshlarni bir yerga to'plab, kelinglar bir narsa deb quloq tutqizib uyga yo'llash emas. Men illiqni yetkazib ekanman. Men ularga muhtoj. Aslida ular menga emas, men ularga muhtoj. Men illiqni yetkazuvchi. Illiqni men ularning uyiga berib turib, ularning turayotgan yeriga berib turib yetkazmanki, hergiz ularni saqlatib turib, ko'chaga dizib qo'yib turib yetkazmayman. Bu oldidan ularningki o'z g'ururi, o'z nafsiga bir muxolif bir ish bo'ladi, albatta.
Ve onundan sırt o kardeşlerimiz çarçaydı. Alıdığan neslerini kötürep bulanmaydı, berip bulanmaydı. Çünkü ular yetimler. Çünkü ular biz belki onun yerini kötüreleydiğen erkekleri aksi ya ukse yaki yoldaşı yaki bositti. Herkes bizninki o neslerimize ihtiyaç bulmaydı. Yani şularınki akılları ufkuları yaki dadısı bulmaganlık için bizge veya ki şu ma'lum bir maddi bir narsalarga ehtiyoj bo'lib qolyotir. Shuning uchun biz 10 kishiga yoki 20 kishiga un beradigan yerga 15 kishiga un beramiz. U 5 kishi 5 xalqdan unninki chiqimini bo'lsa biz o'zimizniki ilkida yoki motosikletimiz bo'lsa motosiklet bilan asos o'zimniki motosiklet bilan uygacha yetkazib beradigan mana shu bir prinsip bilan davom etib kelyapman. Deganimdek mana shu qarindoshlarimizdanki so'zimga qaytib kelay. Önümüzdeki şu süt, tuxum, başka zaka qatarlıq bu vaqtlarınki har xil süt paraşokları qatarlıq şu ihtiyaçlarını qamdaş vazifesi bizga tushgan bir masala ekanda biz evvelen ana şu bayan deganimdek uyga berib ziyorat qilishni prinsipdan bilgachga uyga hemşerilerimizin uyga gahi yalğız berish absiz olsa gahi ayalım bilen gahi absiz olmasa berib ana shularning ahvolini ko'rib zakaga ehtiyojliq desa zakaga ehtiyojliqdan sırt yani o hemşerilerimizdeki, ağaçlarımızdan, sınırlarımızdanki bizga diyemegen yani nurgun qiyinchiliklarni öz ko'zimizdan ko'rar ekanmiz, öz qalbimizdan his qildik ekanmiz. His qilgandan keyin gayoylarga bordik, tuxum ilib bordik, xush bo'lganligini ko'rdik. Gap orasida go'sht bormi, go'sht bormi degan savollar bo'lindi. To'qiyotgan erishgan vaqtimizda ko'nglimiz haqiqatan yerim bo'ldi, ichimiz ochiq bo'ldi. Qalbimizdan yosh to'kdik, yuragimizdan yosh to'kdik. Yani şu aç sınırlarımız, narisiydi farzandlarimiz bir kuvvetli holatda go'sht yemmabdi, go'shtning sho'rpisini ichemmabdi. Shunlashqa bu bolalar kasalkan, shunlashqa bu bolalar kasaldan ajamab etibdi degan mana shu narsa qalbimizni tilg'ida nayt o'zimizni ochiq qildi. Shuning uchun to'xtabdi qarindoshlarimiz necha oy bo'ldi go'sht yemmayapmiz. Ya'ni go'sht yemedik, tuxum yeyapmiz. Go'sht yemedik, to'qi yeyapmiz degan qarindoshlarimizningki shu nidosi qalbimizni tildi. Shuning uchun to'xtabdi qarindoshlarimizga bir go'sht ta'min qilolmaymizmi? Biz uzrlar bo'lib turib, biz erkak turib, shuni ta'min qilolmaymizmi? Shuni yo'lini mangolmaymizmi deb buning kuchigan bo'ldik. Diğer qarindoshlarizningki himmati, Alloh taolaninki rahmati, ana shunday qarindoshlarizningki himmati sababi bilan 2018 yılı 12. ayda illatlık yetkiliş hareketi tarafımızın illatlık hareketi her haftada koyu soyuş göç girmeyen öy kalmasının namındaki faaliyetimiz başlandı. Bu faaliyetimiz Allah'ın ki izni, rahmeti, sahavat kardeşlerimizin himmeti bile ta bugünkü kadar yani tügün koyumuzda öz kulum bilen kesip tapattım. Ta tügünkü kadar devam kıldı. Yani kıskagana 12 yani bugün itibariyle 4. ay olsa 12. ay 1. ay 2. ay 3. ay 4. ay yani 5 ay kadar bu şu kıskagana bir vakit içinde 30'un artık 20 aile yani 20 ailege ve 100'ge yakın yetim yesir fakir miskinlerge göç teminleş hizmetini elip bara aldık. Bugüne kadar 100'ge yakın yetim yesir fakir miskinler yani her haftada bulsan her haftada bununki sponsorunu sorsam olan mı Mamdo? Yani hoş. ismini bununki yardım bergüçüler kimlerden ibaret? Yok. Bu çünkü yani hoş. Bu her kaysı sahalardaki Uygurlar yani bu mayak ilgili hareket için bu programın kögendeki muş kırındışımız muş işini kılıp tuttu Türkiye'de. Aldığımız Ramazan kilovatı zakat fitrleri bulundu. Buna ben bir yardımcı bulay deydiğin insanlar sahasını buluva. Hakkında bir adam özünün yardımını kılalamdı demekçiyim. Nayt yaxşı oldu Allah razı olsun. Hem de şunda bir mesele bu yardımga bizga hemden boğuç qarindoshlarninki her sahadan, her kesipten qarindoshlarimiz var. Yeter ki bir Müslüman olsun, yeter ki bir Uygur olsun, yeter ki bir insan olsun. Elbette illiqlik yetkizish onunki Müslüman olsun, Müslümanlık İslami burçi. Eğer o Uygur olsa onunki milli burçi. Eğer o insan olsa insanlık mecburiyeti. Qatarida
bunun yordam qilish majburiyat albatta. Endi bugunga qadar bizga yordam qilayotgan qarindoshlarimiz meni eng suyundigini va eng achindigini o'quvchi qarindoshlar. Shuni bir ochiq bilan dey, o'quvchi qarindoshlarninki yordamlari kelib turdi. Ya'ni ko'p bir narsa kelmaydi. Ammo ana shularninki masalan ma uni ag'antim yoki ma görüşni ag'antim siz taqtib bering deyishi meni eng suyundirgan va ichimni eng ochiq qilgan bir narsa. Bundan sirt har xil dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarimiz qo'llayotdi, quvvatlayotdi. Hamda agar buni nimaga aytadigan bo'lib qolsak, nurg'un baylarimizdan ag'anash to'g'ri keladi. Agar nima to'g'ri kelib qolsa, nurg'un xizmatchi qarindoshlardan ag'anash to'g'ri keladi. Ammo har kasbdan, har soat mayli baylarimiz olsun, qo'llayotgan baylarimiz albatta Alloh taolo ularninki mal bisotlarga ikki dunyoda aziz qilsin, ikki dunyoda ajrini bersin, savobini bersin. Ana shu o'quvchi qarindoshlarimizmi o'zining ehtiyojli turib qilgan o'quvchi qarindoshlarimizga bu hasilab bersin, ikki dunyoda Alloh aziz qilsin. Ya'ni har qarindoshlarimiz bor albatta. Alloh razı olsun deyman. Ana shu qarindoshlarimizga ham ikon oldimizga butun xalqimizning, millatimizdan bugunga qadar bizningki aziz qarindoshlarimiz yordam kelayotgan bütün qarindoshlarımızga duo qilib qo'yishni tuyanchilik bilan so'rayman. So'zimning davomiga kelsam, ya'ni sizningki beradigan vositalaring nimalar-chu? Ya'ni beradigan kishilar, nuqtalar. Kim qanday kishilar bersiz u? Har qaysi soat kishilardan olgandan keyin qanday kishilarga yetkazib berasiz o'tirdi vosita? Meningki eng dastlabda ko'zda tutadiganim yetim yesirlar. Yetim yesirlar, undan keyin tul hemşeriler. Onun yetim yesirlar deganimiz bilan birga yetim yesirlar degan bu ilim tahsil qilayotgan har xil kasb sohalardan, siyosatdan bo'lsin, texniklardan bo'lsin, universitetlarda o'qiyotgan, tuluq texnikumlarda o'qiyotgan ana mush qarindoshlarımizga va yetim yesirlarga bu eng dastlabki qadamdagi yordam prinsipimiz mana shular, iliqlik prinsipimiz mana shular va undan keyin tul hemşerilerimiz, undan keyin tul hemşerilerimiz bilan birga kesel qarindoshlarimiz. Tul hemşerilerimiz deganiniz shu balları bor bo'lganmi yoki shu uyda ishlamay bekor yotgan hemşerilarni ko'rsatadi? Tul hemşerilerimiz degan o'zi kesel bo'lgan, balları 3-4 farzandi bor. İşleyen takdirde mi kiyim-kechak korxonasida aylıqqa 600 lira yoki 700 lira maktabda o'qitib, qamdayotgan, bir yaqindan ishlayotgan, bir yaqindan bolalarni tarbiyalayotgan mana shu hemşerilerimiz. Endi bu hemşerilarning ishlayotganligini nereden bilasiz? Qanday ko'rasiz deyilsa agar, men 5 yil deb o'tdim, bu iliq hareketimizninki bosh prinsipi oilaga ichi berib ziyorat qilish. Oilaga ichi berib ziyorat qilgan vaqtda o hemşerilerimizdenki özünün küçük özünü tayinip en ahırda bulanmavatqa vaqtda yordamlardan çumunç qabul qilib, yana özünün küçük özü tayinishini davom qilayotgan hemşerimiz ekanligini biz uning uyiga berib turib, albatta uni his qila olamiz, paranlashimiz, tushunishimiz degandek yoki o'zimiz yordam qilib turib, uningga biz ish topamiz. Masalan, shunday bir masala bor. Nurg'un kishilar hemşerilerimizden, ayollarımızın, aytsingillerimizin, hatta apalarımızın ağandı. İşlemay yatıdı dernekten onu aldı. Endi sinov qanday qilish kerak deganda o'zi ishlash kerak, ishlab pul tepish kerak, bolalarni o'qitish kerak. Tamam, qarindishim, agar u hemşerilerimizning, aytsingillerimizning agar sen ishla desam, u hemşerimizninki ishlab maoshini olib bo'g'chi bo'lgan bir oy jarayonida u nima yeydi, nima ichidi? Farzandlari nima yeydi, nima ichidi? Eng avvalan sen onunki bir aylık teminatını, bir aylık göçünü, bir aylık un yığını, bir aylık aç olmasa aile ihtiyacını, perzentlerini, o yetim yısırlarınki bir aylıkını kandığın ve digin ki onu kandap boğanın ki, kardeşim hemşirem, ben sizinki bir aylık ihtiyacınızda kandıdım, köp iş kılanmadım, bir aylıkını kandıdım, hem de ben devamlı kıpılanmayayım yani, ben sizge her vakit mükellef emez, belki ben insan, ben belki mapatop kişi mümkün, belki der daim sizge qarab bulanmayım, hiç kadar bir insan sizge qarab bulanmaydı. Bir aylık sizge qaradım, endi siz çıkıp ben bir işlem berey sizge. Muvafiq bir yerde işlem, ben bu qaray sizmi işlem, özünüz küçük özünüz sayının hiç kadar bir yerge
muhtaç bolup kalma. Diyiş mavakılanlık. Sen Hmm. bunda tutmay turup ya kömmey turup bilmey turup hemşirelerimizden hemmesini ula yalgancılar, ula deneklep yeydiğallah, işlemeydiğallah, hurullah dep çıkarırsak ma adaletsizlik oldu. Hani şunda deydiğallah kiçkine bir sözüm. Eğer vicdanınız bolup kalsa, bir erkekliğiniz, gururunuz bolup kalsa, sizin kolunuzu tutup, hani siz hurun davatkan, siz tıllavatkan, ya ki siz nefret bildiruvatkan, hani şu hemşirelerimizdenki. Belki siz onda oylaydigan kişiler mi malum kısmen de var. Ama umum yüzlük onda hemşirelerimiz yok. Biz Uygur milleti intayin aziz bir millet. Başkalarına har olmaydigan bir millet. Ana ben kolum yani işki balısı kisel davaltı atkan kızı olsam kiyim çiçek karxanasında aylıqlığı 800 lira maaş edip önünki 1000 lira pulusunu töleşki kıyınılı atkan hemşirimizin oyga apırayı. Kisel balısını gören, okuvatkan pezentlerini gören, gündüz işlep gelip akşamı terbiyelatkan pezentlerini gören. Onun dinkin vicdanınızı, kulunuzu vicdanınız koyan. Onun dinkin kolunuzu yürkünüzü koyup durup, onun dinkin kara çıkarın. Onun dinkin fikir yürgüzün. 8% bolgan bir hemşirimiz, bir ağaçımız. İşlemey demez, işini söz. 8% oylap bakın Türkiye'nin halıtıda 8% olgan bir ağaçımız 1000 lira maaş çıksa kaçta kişiler bolalaydı. Ben vicdanınızdan oylap bakın, ya ki imanınızdan oylap bakın. 8% var. Bula tul ayallah mı bula? Tul ayallah. Tamam. Yani şularınki, şular derdini sizge kelip, ya ki manın kelip demey, bir başka bir millet gidiyorsun mu? Başka halk gidiyorsun mu? Başkaları ilinsin mu oylap bakın. Yani şulara hizmet kılıverişiniz, şulara elle futbol niyet kılıverişiniz sizden baktınız aslında. Çünkü siz bir milletinki erkek bolsanız, ana ular sizdeki fitiniz, ana ular sizdeki numusanız, ana ular sizdeki izzetinizdir. Şuna bu sözüm jarayanda ana şu qarğulaça yoki bilmasdim. Şunda hemşirelerimiz til uzutadigan, ular işlemeydi. Şunda könap qalgan, unyaq elip şunda qolundagi deydigan qarindoshlarımızdan biraz soğuqqanlik bilan bunu oylap bakışını ve yoki ko'rib, amaliyotni ko'rib bakışgan bo'ldi. Allah qilib. Ve biz şunda anladık Türkiye'dekiler işte işlemeydiken, unda deydiken, bunda deydiken, Uygurlar bazı set qarab alıp ötep gitediken, köreşmeydiken, degandek nurgun bütün pasatlar şu rasmo siz işenç qilamiz, sizden so'rab baqayli deb so'rashim deydi. Men shunda qapib ketdim. Ko'nglim yerim bo'ldi. O'ylab baqing. Ama unda havolatlar bormi yo'qmi? Bir Uygurni Iroqdan ko'rsak, qalbimiz larzaga keladigan bir holatda tursak hozir. Bir qarindishimizni Iroqdan ko'rsak, ko'zlarimiz yoshga to'ladigan bir holatda tursak, qanday bir Uyg'ur qarindishimizga biz ko'zimizni sat alaytib qila olamiz o'ylab baqing. Bu inson qabul qila olamdi mana shunday ahvolda. Biz umumyüzlük yani yoki sening beshig'ing kelmadi, mening beshig'im keldim, sening karim yo'q deydigan bir holat emas. Hammamizning beshig'iga kelgan bir shunda bir Uyg'ur qarindishimiz Iroqdan agar eng adnas o'zim shohid bo'lgan bir ahvol. Shu Uyg'urlar bir to'plashadigan bir do'qmush tek bir yerimiz bir navoiyxona masalan, oshxona, telefonxona degandek bir o'rin bo'ladi. Mana bu yerga O'rta Osiyodan oq singillarimiz seyli sayahat ticareti yaptı. Şularını biz nait kızgın kütü olduk. Yani onların mihman ikenlikini bilip öyümüzü teklif bulduk. Onların vakti yokken absuz. Yani şularını biz öyümüzü kadar teklif bulduk. Şu Navaykhan'ı göç gördüler bilen birlikte oturup çay içtik. Kırgızistan'daki Uygur kardeşlerimizin ahvalını sorduk. Biz onların unutup kalmaganlıkımızı, onların bizi unutup kalmaganlıkını sorduk mesela. Hatta ular kabul kılgan bolsa öyümüzü geçip başlaydık. Biz tanımayımız, körep bakmagan fakat biz Uygur dedi. Mesela senin yağlıkla varken üstüne dep ana şunda bag'rimizga bosqudek bo'lib shu opsanglarimizni. Nayte yaqin sirdoshlik mesela. Mana Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoli mana bu shu. Endi boshqalar nima maqsad bilan deydikin, Turkiyadagi Uyg'urlar sat olib qaraydigan, ko'rashmaydigan, ayollar undan qildikan, uxlaydigan, yotadigan, uringan degan shu sapsatilar qalbimizda biraz tilg'aydi. Mana shunda sapsatilarga ishondiganlar yoki deydiganlar biraz insofli bo'lishini umid qilaman. Gerçi sizler degandek unda ahvollar az bir sanni egallasimi u umumyuzlikka vakillik qilolmaydi. Shuni bilishimni umid qilaman. Ular umumyuzlik vakillik qilolmaydi. Hozir masalan Timurga kelsak, masalan sizningki endi ilib berayotgan muntazam iliq harakatlarimiz har qatimdan har haftada
Aile 100'ge yakın yetim yesir fakir miskinlerge göç teminleş hizmeti edip verildi. Bu mu Türkiye'deki kişinin sokak gülleri intayın. Sokak degenimiz tanıtan sokak emas. Ama her vakit böyle yakın bulunduğun bir sokak. Hava rayınınki nayet igiz pes bulunduğun bir sokak oldu. Şu sebeplik bulakmı küçük sebiyelerimiz, narasidelerimiz, yakıtını aciz hemşerilerimiz, aciz sınırlarımız asan kisel oldu. Asan zukamda kaldı. Mana bu şunda ahvalga ulanınki kuvvet yemegenligi, kuvvetlik içemegenligi sebep buldu. Bu nima dep kelsek, yani göçelip yişke kuvvet yetmegenlikten göçünün ornuğu toxun ornuğu toxum yegenliginden bu ahval kep çıkan oldu. Şunun için bu işlerini royap çıkarışını intayin terişip ta hazır kadar 5 ay boptu. Allah'ın rahmetiyle her haftada Sudan sırt tılgılışık aziydiğin bir iş var. Allah Teala'nın rahmetinden buldu. Yani 5 dep öttüm. Kırındaşlarımıza kaysi cihetten illik yetküzel isek ana şu cihetten. Kaysi tüyüşükten illik yetküzelsek ana şu tüyüşükten. Kaysi orundan illik yetküzelsek ana şu orundan. Muşu münasebetiyle malum bir kırındaşımızın ki öyüge göç elip giriş münasebeti bile yani tekrarlap ötüp kitap bizden hakkımızdan baş prensipi ailelerge ziyaret qilish, ailelerge qandaşlarımızdan halmon oluş, qılgan yardımlarımız, yaxşılıklarımız, göçlerimizni ailelerge özümüz apırıp öz qulumuz bilen pinhan de beriş. Yani yığıp qoyup hemmadan toplangan yerde emas, pinhan de beriş. Mana bu bizden prensipimiz. Şunda bir ailege bardık, ziyaret qıldık. Nurgun oturup paranlaştık, birden çeyin içtik. Yalğızlıqını is qıldığımızı geçiyorum mesela biz sizlerle kayındaşınla, garipsinmanla dep şunda degen bolduk. Şu jarayanda ana şu öydeki bir prezidentimizden kim 4 yaştaki bir prezidentimizden qolu qalnamaydigan sözleşikdar bolmagan bir prezidentimizden bayıkelligini bununki sağlamlık hizmetlerinden ki elip berişge qurbeti bolma vatqanlığını şu vaqtda bildik ve onundan başka ana şu öyde yine bir prezidentimizden ki 4-20 yaştaki bir prezidentimizden ki onun eğer bir kisel bilen duçar bolganlygini bir qatım davalangan bolsun ama muvaffaqiyetlik bolmay yana bir qatım davalanışga qurbet yetmegenligini hatta aldın qatımkı davalanışınki rasxoti prezidentinki hatta en ko'nglimiz tilingan ya yurtimiz açık olgan ya bu kisel birisi söz diyenmeydi paranlaşanmaydı yana birisi eğer kisel ondan turanmagydak derecedeki bir kisel prezidentimizdinki bu yaşavatkan bu rayonunda Türkiye'de ne ata anası ne uruk tukan hiçbir nersi yok. Kapkara yetim ikenlikini bildim. Ülkemiz paramparça bop ketmedi ama o vakitki ahvalımız özümüz bilemiz. Yani biz nurgun Uygurlar, nurgun iş kıptımız, namayiş kıptımız bir işkital yetimninki halidin haber elip ulanınki sağlamlıqanın iyi çıkıp bulanmaktımız. Ben hakikaten özemli erkeklikimden hıcıl olan günüm ana şu gün. Bir işki yetimnin halidin biz haber alanmay biz nime halimizi yani nime kılımız dep özemden hıcıl oldum, özemden dep oyladım. Allah'ın ata-anası olan bu setti. Ata-anası prezident üçün nimelerine kılışın yanmazdı belki. Şundan mı mesela belki sizden prezidentiniz başlarız. Bir prezident üçün, o prezidentteki kisellik üçün ata-ana nimelerine kılışın yanmaydı. Nimelerini seçişten yanmaydı. Belki ata-anası boğan bu setti, şunda kılabı oğuydu. Ama ata-anası boğan takdirde bana şu kardeşimiz naiti Japar'da kalsı mı, özünün 5 prezidenti varken şunda Japar'da tutsu mu, yani şu yetimler iki çıkıp şularınki sağlamlık meseleleri köngel bölüp hatta şu iki yetimnin doktorxana sağlamlık meseleleri köngel bölüp özünün prezidentlerinin ahvalygymı ularning özünün prezidentlerinin biraz kesellik ahvaly barken ularymı köngel bölüp bulanmamış ahvalny his kıldım. Konam naat yerim boldy. Onu ufqandan keyin daral adisi Türkiye'ninki muş haberi kelgen tamam. Bu haber boyunca dedim ki şu prezidentimizden şu faaliyet gelip kilama ben ministerle bir görüşeş getirip bakay. Yani İçki İşler Ministerliği degen Türkiye'deki en yukarı bir hukuk. Yukarı bir hukuktaki bir namzat. Ondan aldırıp köreşkeli bulmaydı elbette. Şunda oğanken hem de memnun bir alaka tevekkel karakterde edip kilana bir görüşep bakay dedim. Şunda dedim ertesi edip geldi bir gün sakladık. Şunda bir payette ministerden aldığın katım bir katım köreşken aldığın katım köreşeşni tilgilip durup mühim bir mesele var desem minister kulluğuna bädi
Belgenden keyin mana şunda iki yetim yesir balımız var. Ularning sog'lomlik Evet, bir ahvolini parça surat varken tok, ben bunu işkiranı çıkardım. Bu ishxonadagi resim. Ana shu resimni beraylik ustoz. hoş. İşkiranı çıkarıp koydum. Minister efendimge dedim, mana şunda yetim yesir farzandlarımız var. Bularning ahvoli nihoyat og'ir. Siz bularga ega chiqaman degandan keyin darhol qo'limni tutib olib, "Nada bu balla?" dedi. U balla ham yenim dedim. Darhol ballani ko'rsatdim. O'ziningki bosh maslahatchisi. Yendikkan ministrniki darhol ta'limot berdim. Ma ballaga o'zim ega chiqaman. O'zim bevosita qarayman mavloni ishiga. Sen darhol bularning ishini nima kerak bo'lsa shuni darhol ijro qilgin dedim. Shuna degandan keyin u bosh maslahatchisi meni darhol yonga tortib bolalarning ahvolini bir qator so'radi. So'rgandan keyin u bolalar turishliq Küçükçekmece valilik ve Zeytinburnu valilikqa eltisi. Şu oldu eltisi saat 7 bulmasda Küçükçekmece valilikten bana telefon kep ketdi. Telefonunu aldım. Ministerlikten şunda talimat gelgandi. Sizler valilikten keldiken sizler kaçankini sizler bizlerini saklap kaldık deb. Şunda aldı deb ketdi mesela. Aldı deb ketgandan keyin adam balalarni tayyor qilib valilikqa apardim. Hozir ekranda balkim berilgan bo'lsa shu ishxonadagi rasm mana shu. İşxana Küçükçekmece valiyesininki işxanası. Yenimdeki iki perzentimiz ana şu yetim perzentlerimiz şular. Bularning ota-onasidan xabar var mı? Ata-anası yok. Birisi oğlumuzdaki ata-anası Şarkı Türkistan'dan çıkış jarayonida Xitoyga tutulup qoladi ve yolda meneş jarayonida o'zi Xitoyga tutulup qoladi. Farzandini bo'lsa o'zidan birga maqsad. Men zulmga qaytyapman. Farzandim bo'lsin bu zulmdan qutulib ketsin degan maqsad bilan farzandini amonat qildi. Agar men yana chiqib qola olsam, sizlarning qo'linglarni olay, bo'lmasa sizlarga amonat yaxshi tarbiyalab qo'yinglar deb o'sha amonatlarni berdi. Yana birisi qarawatgan qarindishimizningki tuqqanining farzandi, ama onun hech qanday bir ota-onasi, uning tuqqani hech qanday bir qandishi yo'q bir ahvol ostida yashayapti. Endi so'zimizni qaytib kelsak, ministr efendimninki ta'limoti bilan Küçükçekmece valilikqa kirdik. Kirgandan keyin ahvolni ma'lum qildik. Ahvolni ma'lum qilib, darhol uning qarta xizmat elib borganligi haqida ma'lumot berdi. Ma'lumot berib, ammo hech qanday bir uchur bo'lmadi. Uchur bo'lmagandan keyin telefon kelib qoldi. Telefon kelib, Zeytinburnu valilikdan telefon kelibdi. Zeytinburnu valilikdagilar biz sizlarni yo'qlab qo'yapmiz. Yo'lda sizlar bolalarning qishini dedi. Ha, chiqmadim. Ular nurg'un so'g'u salomlar, bolalar o'yinchoq qatorliqlar bilan chiqqan bo'ldi. Zeytinburnu valilikdagilar bevosita ministrninki ta'limoti bilan chiqib degan to'q shu yerda butun ahvollarni xotirladi, ko'zdan kechirdi. Undan keyin shu yerda naq maydonda ministr efendimga ta'limot ministr efendimninki ta'limoti yo'l yo'riqqa dokulat sundi bolalarning ahvolini va undan keyin ministrninki tasdiq qilgan bolalarning iqomat masalalari biraz og'ir masala edi. Yani ota-onasi bo'lmaganlik uchun iqomat ondan keyin darhol sog'lomlik ishlari hal qilinishga boshlab ana shu masalalar hal qilyapti. Xulosa kalam buni alayim so'zlab qoldim chunki men Uyg'ur nomidan bu ishga bek suyunaman. Bek suyundim. Yani Abdullah bu ishni qildi emas. Qarindoshlaringiz xato tushunmasin, bu ishni Abdullah qildi emas. Buni har qanday bir Uyg'ur qilsin yoki qilmasin, mana bu shu iki yetim biz tarafidan ega chiqib bulanmagan mana bu yetim bir davlatniki ministrini Allah Taala evet. Agar shu kunisi men ministr bilan o'zimning shaxsiy ishi bo'lgan bo'lsa, balki ko'rishalayman yoki ko'rishamayman. Ammo yetimniki masalasi bilan o ministrniki xulqini Allah Taala mening gapimni anglaydigan bu shaklda menga avatdi. Haqiqatan buning iman yetimi, shinimi? Bu yetimninki Allah Taala tarafidan yetimi bir davlatniki ministr tarafidan darhol ko'ngil bo'linganligi nihoyat yaxshi bir ish. Bütün Uyg'urlar suyundigan bir ish. İki yetim ko'zi yosh holatda qolmadi. Bütün Uyg'ur qarindoshlarimga deydiganim, iki yetimimiz, narisili yetimimiz, kasal yetimimiz ko'zi yosh holatda ota-onam bo'lsaydi bu og'riqni chekmas bo'lg'aydim deb qolmadi. İki yetimimiz ota-onam bo'lsaydi meni davolata bo'lg'aydi deb bu azobni qolmadi. Allah razı olsun. Uyg'urlar bir suyunadigan, bütün Uyg'urlar bir qo'shal bo'ladigan, bütün Uyg'urlar bir duo qiladigan bir ish. Buni Hoş, Allah razı olsun.
Bununla ben fakat bir vesile olguçu ben hiç çıkamadım. Hı. Fakat Allah Teala'nın uğurlaştırışı küçükene vesile oldum hiç çıkamadım. Ama Allah Teala özel bir vasıta bu Uygur'un işki eğitimiga iyi çıktı. Bu hakikaten meni suyup ortaklaştı. Rahmet, Allah razı olsun. Vaktimizin biriye kelyapytydy. Aslında biz diýilgen wagtdan biraz ötdik. Şuna bolsam ýana 5-10 minutda ahyrky nimelerni diýsek. Hem de hazır bizninki ilki quruq gep kıldygan wagtymız ötkenligini bütün dünýä bilýärdi. Yani emeli iş kılıvatkallık bekerek vaktimizni berimiz hem şular bilen hemkarlaşymyz, şular bilen birge maňymyz. Bizning studiýum aşyndak, meniň şahsiýetim aşyndak. Yani emeli hareket kıygalla desteklenişi, yani kollaşık erişiliş gerek dep oýlaýman. Bugün yani şu emeli hareketlerinin biri Katar'da ötkendeki söhbetimizde biz bir gruppa kurgan edik söhbetimizde hem söhbet meydanda icra kılımız dep. Bunun dinki söhbetlerimiz asasen aşındak şekilde maňydy, metodumuz aşındak. Studiýumuz bilen sizin mayak illiglik hareketi bunun dinki hizmetlerde hemkarlaşyşyny oýlaşdyk. İnşallah eger bunu men ikran akıstymy dedim sizge. Bolu deseniz çünkü aldığımız Ramazan ikilavatıda ve Avrupa'dan, Amerika'dan ve başka devletlerden buna yardım kılıdığan ve bu sizin bu hareketinizge destek berip bu yaxşılık hareketiga qollap kıldıgan kırındaşlı dünyanın arka taraflardan çıkışı mümkün. Ama bunun yolunu tapanmaslığı mümkün. Bazı cihetilde meyli muamalat, münasibet cihetilde bazı kıyınçılıklar duç kıldıganlığımıza meylen geynek. Şu an ben Avrupa'da yaşavatkan yoki müşahede kurulgan biz bir organ bolaş sütümüz bilen siz bilen hemkarlaşyny halaylyk ornatkanlygymyzni jamaatga elan kılsak, bunun keyin Avrupa'dan, meyli Gollandiýadan, meyli başka yerlerden sizin bu hareketinizni kollaşyny halaganlar bolup kalsa biz bilen alakalaşsymy yoki siz bilen direkt odul alakalaşsymy. Yani bu hizmetni kanday kılıp tehim yaxşı kılıp maňymyz degenni maksat kılgan asasda birleşni halaýmyz. Eger bunuňa nisbeten sizin köňül sözüňizni appakay. Eger siz özüňiz yetişip ketipatgan bolsaňyz, onuňa meýli, yani hiç kandak köňül nimemiz bolmaýdy, bu bir oçuk bir mesele. Köňlüňizdeki sözlerni appaksam boldy. Allah razı olsun ustaz. Evlen şunlar bir bizge ilgi çıkalıp bizni yarıyla mana şunday deganlari bizga çoğun bir medet ilham boladı. Albatta biz 35 milyon. Yani biz fakat Türkiye Safaköydeki yoki Zeytunburnu'daki Uygurlar üçün hizmet kılmaýapdymiz. Biz vatanimiz Şarkı Türkistan'daki 35 milyon halkımız üçün hizmet kılışınınki dastlapki bosqichlary bolgan etrafımızdaki qarindaşlarımızın hizmet kılışını biz tecrübe kılıp yakunlaýapdymiz. Biz tecrübe kılıp bunu pişiklaýapdymiz. Bu bir kişininki yoki bir teşkilatninki bulalaydigan yoki kılalaydigan bir meselesi emas. Albatta bu kolunu kolga tutup mühürü getirip bütün halk bulak millet bulak hizmet kılışlık geçtik iş. Şunun için bizni kollap kuvvetlaydigan her kanday kişi, her kanday orun, her kanday teşkilat bolsa fakat Şarkı Türkistan meselesiga, davasyga, vataniga hıyanat kılmagaly bolsa men albatta koşulyman. İhtiyatda mecburiyeti. Ben bu şunda qarayman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz şahsen studio ikran biz ma'lum bir teşviqat organınınki işxanası emas yoki ma'lum bir teşkilatga bağlıq emas. Dünyadaki en müstakil bir organ ve dünyada hemkarlaşydigan her qanday bir şahs yoki teşkilat yoki organlar bolsa biz hemkarlaşymyz ýani şu Uygur meselesi Şarkı Türkistan devletimizin müstakilliği Xitayga karşı mücadelemiz üçün inşallah kolumuzdan kelgen her qanday bir imkaniyetni işletip yardım kılışını halaymiz biz şahsen. Şuna her qanday bir meselede aziz qarindaşlar karakterlik aletki yoki teşkilat yoki bir organlar emas. Yardımını elip beriş, kolunu kolga tutup mesela bunun fakat bizge yardım berdiganlar maddi cihetden emas. Mesela nurgun qarindaşlarımız var. Nayet yaxşı fikirlerini berdi maňa. Mena muşularınki işlerime nayet yaxşı yardım mesela. Bazı qarindaşlarımız var. Hiç olmasa maň kılaýan iş barmy? Edigan qarindaşlarım var. Mesela göçte artışkan gay özüm yetişip bulmaya yetişip bulanmayman.
man kıldıgan iş var mı, men kılıp berey deydigan kandaşlar var bana ulan öz gücü arkaly yardam bergen boludu. Degende her xil yardamga ihtiýajlyk bu iş. Bu fakat men hüddüsten çıkıp bulalaydigan iş emas. Bu millet karakterlik bir iş olup açkan. Milletimiz bulak umumyüzlük halatda degenimdek kim bolsa inşallah bu hizmetni kılmaya dese men elbette hoş aladat kubul kılma beraber bunu kılma. Allah razı olsun. Ondaqda yani Avrupa sizni bu mayak hareketini, illiqlik hareketini kollaydigan qeyrindaşlar bolup qalsa, meyli biz bilen alaqalashsa, meyli siz bilen alaqada bizlen vasıta qilsa yoki birlikte hareket qilamiz deydiganlar bolup qalsa, siz bununga qetilsiz, biz Uyg'ur qeyrindaşlık studiyası bilen hemkarlaşıp iş qilishga qetildim degan javob chiqamdi bundan. Yani sualını tazini çünkü Yani kullanmak baş mesela Avrupa tebessinde muş mayak hareketini, illiqlik hareketini kollayman baş. dese mesela biz bunun yardımcı bolsak bolamdı bizim stüdyomuz. Buldu elbette buldu. Mesela gayet bir insan telefonu bitip kaldı ya alan kılış nemem üzülüp kaldı. Onu alan kılış bulamagan vaqtda sizden alan kılışıp sizler şuraya düzüp koysun Mesela bizninki stüdyomuz ötken bir yılda 65 bin TL etrafında yardımını biz yardım egilerine yetkizip berdik. Şahsen bizninki bu nimede. Yani eğer Avrupa'dan yoki Amerika'dan yoki başka taraflardan muşu illiqlik hareketini qo'llab, mayli iqtisod jihatdan, mayli ma'naviy jihatdan yordam qilishni xohlaydiganlar bo'lib qolsa, biz buningda birlikda buning vositachisi bo'lib, buningga hamkorlashib, biz yordamda bo'lamiz inshaalloh. Allah razı olsun. Ve sizin hizmetinizde mayli mayak illiqlik hareketi sahipimiz olsun. Yoki özümninki şahsi Abdulaziz degan numarim bo'lsin. Kelgen uçurlar bilen tek toşap ketken yardımlar bilen mesela qanday iş var dep qandaşlarning ahvol so'rashdan to'shab ketgan bir ahvol yo'q. Shunda bo'lsin yani deganimdek gaymandan uluşanmaydigan aloqalash bosib turib yoki qanday bir o'rganishni bosib turib bilan aloqalashni izlaydigan qarindoshlar olib qolsa masala yani aloqa masalasi emas buchu. Bu ilqi iqtisodiy ahvollarda bevosita yetkazilish ehtimoli bo'ladi-chu, masalan. Xo'sh. Mesela Avrupa'dan bir yerden odulam o yanga yardım kılman dep kılanmaydı. Kılanmaganlık için zade biz arkalık boldu o yardımcı misal. Bu şekillerde mesela umumen biz kardeşlerimizle sizge nima qilib birga maslahatlashib qilsak bo'ldi o ishlarni. Aldığımız kunlarda inşallah ve tafsili konkret holatda maslahatlashib qilsak bo'ldi inşallah. Çünkü bu butunlay qonunluq organ bo'lganligi uchun ba'zi nimalarda bizning avantajimiz, yani evzelliklerimiz var. Allah razı olsun da olsa biz inşallah aziz qarindoshlar dünyanın arka illiqlik hareketini kollaydigan, buni texmi kengaysin, buni texmi yaxshi mangsun degan qarindoshlar bo'lsa, qarindoshimiz mush mayak illiqlik hareketiniki boshlamchisi Abdullah Aziz bilan ko'rashsanglar bo'ladi. Biz davomli bunga yordamchi bo'lamiz. Yani yardımninki en tez, en güzel, en kolaylık şekilde bu qarindoshlarımızga yetib berishga yordamchi bo'lamiz inshaalloh. Va hammanglarni bu hareketni qo'llashinglarni, bu illiqlik yaxshilik hareketini kengaytirishimizni, taxmi cho'nguyib, bizning Istanbuldagi bo'lsin, mayli Turkiyaning har qaysi shaharlaridagi shu qiyinchilik tortayotgan shu ehtiyoj sohiblariga bizningki o'shuq va yoki biz qilmoqchi bo'lgan yaxshiliklarni shularning qo'liga yetib berishiga sizlarningki qarindoshlar, Allah sizlardan razı olsun. Undaq sizninki oxirgi deb qo'ydigan yana abay tushib qolgan so'zlar bo'lib qolsa, buni qaytib qo'ysa bo'ladi Abdullah. Xo'sh, oxirida bir xo'shlashish so'zi qilay. Endi qarindoshlarimiz ko'ryapti. Bo'lak biz hozir duch kelgan masala shu tashviqotimizga nisbatan gayet salbiy qarashlar bo'ladi. Bu qarashlarga nisbatan bir tushuncha beray. Bu yaxshiliklarni men hech yerga tashviq qilmay, hech yerga chiqolmay qilay desam, mening bir do'linib qolgan, dunyoga do'lab qo'ygan malbisatim yo'q. Men faqat bir vositachi, vasila o'g'uchi. Albatta u yaxshilikni qiluvchilarningki salohiyati namshab oshkora qilinmaydi va qilinmaganlik sababli bu riyo bo'lmaydi. Men tashviqot qilish orqali bunga vasila bo'laman. Nurg'un ilishmayotganlarga illiqlik yetkazishga to'xtalib qolganlarga undakchi bo'laman xolos. Şuna qarindoshlarimizdagi mushaqda bir tushunchsizlikni
to'g'ri tushunib qabul qilishini umid qilaman. Undan keyin qarindoshlarimiz va millatimiz, xalqimizni ayt yaxshi qo'llab beryapti. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ana shularga har vaqt yaxshilik, ya'ni yordam qilmadi. Qarindoshlarimiz balkim o'zining niyat yordam bo'lsa, ammo o'zininki ahvol yaxshi bo'lmaganligi sababli balkim azoblanganlar nurg'un bo'lishi mumkin. Ana shularningki bir duosiga biz ehtiyojli, duosiga biz muhtoj. Shu qarindoshlarimizningki duo qilib qo'yishini va hatto shu ekran oldidagi agar har qanday bir illiqlikqa ehtiyoji bo'lgan qarindoshlarimizningki hech tortmay, hech chekinmay, tortinmay sifatli bo'lsa o'g'li farzandidek ko'rib, agar bizdan tang tush bo'lsa do'st birodari qatorida ko'rib, agar bizdan kichik yetim yesir bo'lsa bizni bir aksi qatorida ko'rib, har vaqt izlashini, har vaqt bizningki illiqlik, ularga bizningki illiqlik yetkazishimizga fursat berishini umid qilaman. Biz qarindoshlarimizni inshaalloh qo'limizdan nima kelsin, kelmasin, biz albatta qarindoshlarimizni quchoqlaymiz. İnşallah qurbatimiz yesi bütün dünyadaki Uygurlarga inşallah illiqlik yetkazishga biz davom qilamiz. Alloh xolasa bu yo'l ixlosimiz bilan, samimiyatimizdan bilan adabqıchi nafsimizga qadar davom qiladi. Hargiz qarindoshlarimizni patqoqqa patqizib qo'yib, o'zining kuchiga tayanolmaydigan emas, balki illiqlik yetkazish orqali ularni o'zining kuchiga tayinish va o'zining kuchidan ishinib, hatto boshqalarga biz o qarindoshlarımızdan qaşıda bo'lamiz. Bütün ekran oldidagi barcha aziz qarindoshlarımizga Allohning rahmati, salom bo'lsin. Bizga vaqt chiqarib, ajratib shu programmamizni ko'rib berganlik uchun Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab berganlik uchun Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli ustoz Husayn Tajalli efendimning qimmatli vaqtini ajratib bu suhbatni tayyor qilganlik uchun rahmat aytaman. Qilayotgan Cepala hizmetler için Allah'tan katta ecir hasenatlar so'rayman, tilayman. Allah bu ustozdan kitini selamet, ailesiga baxт, xotirjamlik ato qilsin. Hammanglar Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allah razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Allah bu güzel hareketingizni, bu emilingizni Allah Taala taqimo bereketli qilib bersin. Qadamingizni mustahkam qilib bersin. İşlaringizni ato qilsin va bütün siz şu yaxshilik yetkazayotgan qarindoshlarimizningki sizga qilgan duosini Alloh ijobat qilib bersin. Oilangizga salomatlik bersin. İnşallah bu yaxshilik yo'lida tevrenmey mengishqa Allah Taala davomliq nasib qilsin inşallah. Amin. Allah razı olsun ustoz. Allah razı olsun. Undaqda ben sizni uzatib qo'ygandan keyin bizning xalq harakatimizda yosh aktivlarimizdan ya'ni İstanbul yoki Turkiya TV'sida xizmat qilayotgan Arshidin Zulfiqor qarindoshlarimizdan biri ziyorat qilay, nima ish qilyotdi degan maqsadda, ya'ni nima xizmat qilyapti degan maqsadda ularni fikrini aytmoqchiman. Ular sizni Allohga topshirdim. Sizning vaqt munosabati biroqla kelinmay qoldim men vaqt munosabatida. Shuni kechirsiz, sizni uzatib qo'ygan Allohga omonat amsa. Allohga omonat. Allohga omonat. Aziz qarindoshlar, ben qarindoshimiz Arshidinni ikram qilma va bizningki programmamiz Arshidinninki qilayotgan xizmat natijalarini anglagandan keyin tugaydi inshaalloh. Allah mingda razı olsun. Ko'rurman qarindoshlardan. Yuqorida bizningki 40 necha viloyatimiz bor. Bular o'zligidan maydonga chiqib xizmat qilyapti. Shuni ikram qilishga tirishamiz. Assalomu alaykum Arshidin. Va alaykum assalom. Siz hozir naq maydonga ulandingiz. Siz shu ikramni ichib etsangiz yaxshi bo'ladi. Yaxshi ichildi. Telefonni yonta qo'yish imkoniyati bormi? Bor. Mana oldi ekran kamerasi chiqib ketgan. Unda bo'lsa mayli, bu shaklda qani. Bo'ldimi? Davom qilib boqayli. Hozir yaxshi. Hozir yaxshi. Men hozir sizni ekronga ilib olay. Vaqt chorliqda.
Yani beni görenmeysiz, ben açmadım çünkü ekranını. Ben naq meydanda ko'rinayotimiz hadi. Ekranға ilib olgandan keyin siz bilan biz davom qilamiz. Zulfiqar bilan aloqalashish imkoniyati bo'ldimi, bo'lmadimi? Endi qanday chiqdi? Yaxshi chiqdimi? Endi yaxshi abay qildim. Mushbiti o'ltirsangiz yaxshi bo'lgudek. Mushbit o'ltirsangiz yaxshi bo'lgudek. Biz Zulfiqar qarindishimizni Mishkaranga kelishni o'ylashgandik, ammo bo'lmay qoldi, aziz qarindoshlar. Biroz ustiga ko'rsatib qo'ying. Kamerani biroz ustiga. Endi tutuyorum. Ha, yaxshi. Endi yaxshi. Xo'sh. Yaxshi, Alloh shukri, yomon emas. Ammo yaqindan beri biroz oqsab qolgandek his qildim, ammo balkim men aldirashligimdan ko'rinmayotgan bo'lishim mumkin. Ya aksap qolgandek ish yo'q. Biz shu hozir men o'zim Atbarada hozir. Zulfiqarmi shu nimada Istanbulda. Hamisha shu ba'zan bir ishlar bilan turib qolyaptimi? Bana 3 gün oldu bir Antalya'ya verip gelgen. Verip yaptı yani şu işlerle. Qanday xizmatinglar qanday yaxshimi? Ben de asaslı kanıma Ankara turistik maksat mı müşahede bir hükümet tarafından hem de niyetki Türk vatandaşlarımız beklep getemez mi? Onun üstüge ama Türk teşkilatlar olsun, olsun. Valislerden efendim Şarkı Türkistan vatandaşlarımızla yardım kullanmavatımız. Eğer kulumuzdan kelgen bolsa, açlarının şeyge eki bilip şu birliği yaşayan bolsa, ama bu da şunlar ana geplerini kırandı ki şu minimum açlarının ki şu gepiga asarsa, ulağı diyen gepim, fikrim, hem Şarkı Türkistan'daki o vatandaşlarımızla hazırca küçümüz yetmesin mi? Ulağı yardım kılışka, ama Türkiye turvatkan vatandaşlarımız olsun mu? Yardım kılıp kırgınlıgan, okuvatkan ballar var, ata ağam ballar var. Nurgulgan qarindoshlarimizning pasportining vaqti o'tib ketib, mishada qaçak shaklida shunda turibdi. Agar sizlar sahib chiqsanglar, mishadkilarga o'zim sahib chiqib, o'sha o'quvchi bolalarga burs berib o'qitilgan maktabchi oliblarda. Shu bizga omonat qo'ygan hisobda bo'ladi hozir. Shuning shular igi chiqish, ham Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimizga çalışma izni olsun, vatandaşlık olsun. Şularni hal qilib berishinglarni umid qilamiz deb shu bag'a yerimga hammasini uchun fikr qilib qo'yapman. Alloh xos o'zimning asosiy maqsadim mishada bir ishxona tutgan. Ankarada Xuyani o'xshatib qo'ydi. Bu ishxona tutishdagi maqsad ya bir dernek yoki bir vaqf bu narsa emas. Bu faqat bu tashkilotlardan, Türk tashkilotlardan o'rinlashtirib bergan qarindishimiz bor, Türk bolalar. Aslında şu birincisiga vatan davası kıldığında, ikincisiga Türkiye'de turvatkan qarindoshlarimizniki nemistiki g'amni, bisimni azroq olsun yengiltalsak degan maqsad iltimos sunib davomli to'xtamay berib aqancha putuq suydigan ish olsunmi? Türkiye'de yaşayan qarindoshlarimizniki vatandaşlığını hal qilish. Biz qachonlik qarsa iqomatning so'skisini bizga savat qilib bakmizaqchilar ketdi. Hozir ismi qavatimiz o so'skini. Onun ustiga biz da'vo qilyapmiz deb 70 yilning oldida 0 dan boshlagan bo'lsak, hozirgacha 0% turyapti, 0 filosofga sabab tutadi, lekin 0 dan yoki yarimga yoki 1ga o'rlab boqmadi. Shunga asos qilishning maqsad birinchi bo'lib hukumat jihatdan o'zimizdan sal hukumatninki diqqatini bizga tortish, shu Uyg'urlar bo'lgan ko'ngil bilish degandek shunlarni qilish, aning keyin yana birsiga shu da'voni tuxum voyaga yetkazib bir shaklda bo'lsin hammamizdan. Allah razı olsun. Bu ishxonani men hozir anglatyman sizdan. Men aldirashlikda ba'zida taqib qilolmay qolaman xizmatlaringizni. Bu ishxonaninki maqsad, bu ishxon to'g'riliq hechkim hech bir ham siz qanday maqsad qurildi, nima xizmat qiladi? Birsiga hech kimga gap qilmagan, hamda bo'lmagan ishni hozircha nimqilmay debchi har qanday ishni qilsak bir ishni qilib bir boshlab unimini ko'rsatgandan keyin uni keyin nima ishni qilyapmiz deb bundan qilay deb o'ylashgandim. Onga chiqarsam sizlar mas'uliyatda bo'lib qoldik, tuyuqsizlar.
endi bu ishxonni qilishdagi maqsadim obatdan degandek shu. Birisiga davolash uchun, yana birisiga Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimizningki bir ozroq olsin bisimini yengillatish uchun vatandoshlik nimalari vatandoshlikni biz qilib beramaymiz. Biz endi unchalik qo'limizda unchalik huquq, unchalik bir nima yo'q. Ammo shu hukumat tarafga berib, ashulaga bir iltimos qilib, kunda berib, kunda putuqsiydigan shu kunda suyib degandek shunda bir xizmatlarni qilib, o'sha vatandoshlikning ishini chiqarish asosiy maqsad. Ham bir yoq havo qilish, o ishxonniki ichdagi maqsad shu. Bir yoq tashviqot, Turkiya xalqini qo'zg'ash maqsad. Hamda biz Uyg'urlarni o'zimizning xalqini qo'zg'aylik, qo'zg'amsakmi, ish qilib hozir hammamizniki 70 yoshdan 7 yoshgacha hammamizniki ota-onasini, urug'-tuqqanlarini, qarindoshlarini hammasi akir ketdi. Hammamizning bishili bor, hammamizning nimsida bor bu da. Bularni o'yg'otishning o'rnimi yo'q. Maqsad biz faqatla yo'lni tuzlik atma. Buningdan bir natija chiqara olsak, bu xalq, bu millat bizning orqamizda, bu Uyg'urlar. Har vaqt biz qarindosh. Yani assalomu alaykum desak, yani o'zimizning qarindoshlari o'zimizga chiqadi. Va alaykum assalom, voy keling bir piyola choy ichsin deydiganga. Öyle qilsak bu yaxhujutlarda yana bizniki janozamizni ko'tarilgan, yana shu o'zimizning millati. Xo'sh. Shuningga endi bu yani bu qonunliq shaklda qurildi desak bo'lamdi yoki uningga biroz vaqt bormi? Nima? Shu ishxona qonunliq shaklda qurildi desak bo'lamdi yoki buning biroz vaqt bormi? Qonunliq shaklda qurildi. Ha, tamam. Hattoki Turkniki nomida. Allah razı olsun. Bo'ladi. Boshqa detallarga men kirmayman, chunki mening buni nima uchun bu ishxon to'g'risida hozir bizningki Abay Abdullah Aziz bilan suhbat ilib bordik. Ya'ni yoshlar harakati nihoyatda biroz qo'zg'alib, boshlanib qolgandan yo'q tashkilotlarda jiddiy o'zgarish bo'lib, yaxshi bo'layotdi. Bundan boshqa kishilar ulgilib baqasingda qarindoshlardan aman qilsak bo'ldi ekan-ku bu xizmatni. Cho'qimlam tashkilotli qildigan ish emas, biz yoshlarni chiqib qilsak bo'ldi ekan-ku degan narsa kelyapti. Buni nima uchun so'radingiz desangiz, yana buni taraqqiy qilg'il bo'ldiganligini xalqimizga bir nim berish. Yani qanday bir shaxs mayli jamoat chiqib xizmat qilaman desa, taraqqiyotining bo'ldi. Hozir siz ishxona ichi oldiga kelibsiz yani. Endi asosli deb aytsak, bu da'vo faqat bir tashkilot. Uyg'ur degan o'zim men Uyg'ur, men bir musulmon. Mening tomirimda qanqa bir Uyg'urning qani. Vatanda zulm tortayotganlar, shular mening urug' tuqqanim deganniki hammamizningki da'vosi bu. Shuningga bu da'voda hammamiz qo'limizdan kelgicha ish qilishimiz kerak. Mayli har qanday jihatdan bo'lsa, mayli ish qanday ish qilolmasakmi, uyimizda o'ltirib g'aybat qilmay, gap topmay, bir-birimizning orasiga tashkilotlarning olsin, mayli har qanday bir-birimizning orasiga ziddiyat soladigan ishlarni qilmay, Allohga yelinib, duo qilib, vatanimiz, xalqimiz uchun debning qismi shu bizning uchun eng chong bir qo'llash bo'ladi. Hozir biz bizniki jihnaslarimiz qancha. Masalan, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli muaf jihatdan bo'lsin, mayli taraqqiyot jihatdan bo'lsin, har qanday jihatdan bizning kamchilik yerlarimiz jiq. Biz agar mustaqil hozir bir 5 yoshlik boladan so'rasakmi, mustaqil bo'lishni xohlamasa deb so'rasa, o 5 yoshlik bolami, men mustaqil bo'lishni xohlayman deydi. Hech kim xohlamayman demaydi. Ammo shu mustaqil bo'lish uchun nima ish qilish kerak? Gap bu yerda. Biz og'zimizda mustaqil bo'lib, og'zimizda davlatni so'rib, og'zimizda davlat qurib qilsak, bu menga shunday o'tib ketamiz. Biz cho'qisini qo'llashimiz kerak. To'g'ri. Birsimizning faoliyatlarini qo'llashimiz kerak, tixinbek kuchishimiz kerak. Mayli har qanday bir ish bo'lsa, mayli har qanday bir faoliyat bo'lsa, biz uning qatnashishimiz kerak. Agar uni qilolmasakmi, xalqlarning oldida hozir davlatlarmi, jiq davlatlarmi biz Uyg'urlarga qaraganda bir-birimiz qaraganda bizning bekaraq tushundigan bo'lib ketibdi bular. Yordam qilmaydi lekin yordam qilolmaydi, qarisi bu ishga birdan Facebookda urishayotgan, birdan bu yerda urishayotgan, birdan bu yerda shuning bularmi tozalikni nima qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz birinchi shu xuylarimizni, odatlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Cho'qimli mushlardan bir
başlaşını çıkmasak birinci okumuş bizdeki birlikimizni bir başlatmış birlik nimsiga keladigan vaqtimizda biz ikkinchi qadamni boshlatmoqlaymiz. Shundoq. Ya'ni bu oyliq mustaqillik deb qo'yib, quruq gap qilgandan amaliy ish qilishimiz kerak demoqchisiz. Ha shu hozir ayada necha million inson o'lib ayada yetib turmalar qiyin mustaqil qilmamdi qamsa mustaqilni qo'limizga qiralanmay ya bir sanıdık bir o'qatmay ya turib jaroh tutirib pastga tukiribaganga uncha Shundoq. ish qilishni birini ish qilolmaymiz biz. Biz cho'qim oldi bilan biz ma chet elda erkin yashayotgan bo'lgandan keyin oldi bilan bizniki zulmlarni dunyoga butun dunyoga qonuniy bo'yicha anlatib onun keydi dünya oldi bilan biz vatandagi qarindoshlarimizni bir qutqizib turmalardan bizda hozir o millatni o vatandagi qarindoshlarimiz haqida turmalardan qo'yvatsimi bu Xitoyga bo'lgan bizning o'chmanligimiz tugab qolmaydi. Biz sarang emas qanıqa vaqtda tutrakida solab qo'ydigan qanıqa vaqtda qo'yib bitirgan bizning ulardan ilishimiz bor lekin bizning ularga berishimiz yo'q. Bulartmas ya bir pangiq bir o'qatmasak ya bir narsani o'tamisak ular o'ttiryotdi hamma ishni shular qilyotdi. Biz ularninki hozir biz bu yerda har bir qadamni o'ylashmamsak xuddi Allah'ınki nima qilgan o'yiniga Allah'ınki qilgan to'zg'iga biz tushibmiz. Oldinlar vatanniki Allah'ınki nimasini bir qo'lbayli, dunyoga anlatayli, turmadikilarni bir qutqizayli. Angacha mushu orliqlarda o'zimizni iqtisodiy jihatdan, har qanday jihatdan o'zimizni kuchlantirayli. Shunday kuchlantirgan vaqtda uning keyinida biz bu qon to'kmay turib, badal to'lamay turib, bu jondan voz kechmay turib, o mustaqillik degan narsani xiyolimizni chiqarsak bo'ladi. Biz mustaqil bo'ldik emas deymiz. Oldi bilan biz jinimizni, milimizni bergan vaqtda Shundoq. biz bulaymiz. Agar biz bundan voz kechmay, atayni kechish quruq gap qilib, WhatsAppda u yerda bu yerda bir-birimizni sökab, andaki ma tashkilot mundaki deb bir-birimizni tillab o'tib turgan bo'lsak, biz balkim Shu WhatsAppda, Facebookda adam tillagandan amaliy ish qilinglar demoqchisiz. ha shu quruq gap qilib WhatsAppda ayan ozod qildi, mustaqil bo'ldi, uni bo'ldi qildi dema, oldi bilan bir mustaqil bo'ldi deydigan niyating bo'lsa, sen amaliy ishni qil. Amaliy ishni qilib ko'rsat. Shu chaqda hozir bu tashkilotlarning jiqlarimi ma tashkilotni qo'llanglar, a tashkilotni qo'llanglar deb emas. Oldi bilan shu tashkilotlar bir unumini, bir natijasini ko'rsatsin. Shu natijani, shu unumni ko'rsatgan vaqtda biz voy ko'rayotgan bo'lgandan keyin cho'qim shularniki natijasi qarab bularni qo'llaydi. Biz Uyg'urlar bakilqi ko'nglimiz bakilqi oq, bakilqi nima desa bak ishini ketimiz. Hali qo'ydakcha oppoq qo'ydak. Nega boshlasa shu yoqqa ma deb ketilganli bir millatmiz. Shuningga hamma ishga ma deb ketqanmay, oldinlar o'ytishib, shularning natijasini ko'rib, agar ularning natijasini ko'ramagan jihatdimi, biz bir amaliy o'zimizning qo'lidan nima keladi? Bu vaqtga kelamdi yoki o'ngdagi soldagi insonlarga anglatib bu zulmlarni xalqni qo'zg'ashmi har qanday bir jihatdan o'zimizning faoliyatlarni qilsak bo'ladi. Mayli yoshlar bo'lsin, bu faqat yoshlarniki yoki tashkilotlarniki beshidagilar bir majburiyat emas. Bu hammamiz farz bu. Shundoq. Bu yaqinning yog'i masalan o'tganda biroz keng doir tashviq qildinglar, xizmatingizning tashviqoti yaxshi bo'ldi. Facebooklarda boshqa masalalarda biz ko'rib turdik. Yaqinning yog'i ko'z ko'rinarli xizmatinglar bo'ldimi ikkinlarninki, ya'ni rahbarlar bilan ko'rishish degandek. Qoldi men shu Anqarada Zulqara shu nimada İstanbulda turyapti. Endi jihnaslarni deb aytsak, jihnaslar endi nimaga ba'zan bir narsaga taqishib keldi ekan, u gaplarni deb yurmay, u gapni samiyat ana u bu deb gap so'zga ketadi. To'g'ri tushunish degan bir narsa yo'q. Şunun ba'zan bir sabablardan to'xtab men miyada o'zim ishni qilay deb miyada endi o'zim ishni qilay deb o'zim shaxsiy ishini qilmayapman. Demişada başta bir şeyki bir nim taraflardan bir o'zimni kuchlantiray deb shuni hozircha sabr qilib turyapmiz.
Allah kalsa yakında yana tıkımı yaxşı bir faaliyetler buludu inşallah. Tıkım yaxşı faaliyetler buludu. Hem de aşılan neslerge bazen bir neslerinin kamçılığıdan şunun hazırca şunda tutup kaldık. İkinci yerlerden davetke vatıdı. Meyli İzmir olsun, meyli Bursa olsun, kayıtlıdın yana emmiş yerlerden tılf vurup davet kılıp şundan kısa programlarını kısaktap kıvatıdı. Ama Müslümiyet teşkilatlarla paranlaşsamam bularınki değişimi azır bana uğurlaştırıp adamlar var. Lekin şu işxana bir içilip tutulup bir başlap kılıp bolgandan keyin şu teşvikatlar bolsun her qanday ishni shu chog'da boshlaymiz inshaalloh. Az qoldi onun buni. Yani Türkiye hükümetinden kollaş var mı? Türkiye hükümetinden. Bar qo'llash. Allah Hamda razı olsun. ba'zan gapni udulni davagil bo'lmaydi chunki bizning mishadimizcha bizning siyostimizda, bizning tilimizda, bizning dilimizda, bizning millatimizda, bizning qerinishimiz turib, ishlaydigan ba'zan bir adam safatchi shunaqa buningdan hamma gapni uchib davagil bo'lmaydi. Doğru. İnşallah vaqt kelgan chog'da amaliy harakatlardan, amaliy ishlardan ko'rsizlar. İnşallah. Bularni bu xizmatlarni endi bu ko'z uchun, yana bir qilish uchun emas. Buni faqat endi o'ltiribmi o'ylab bitirganmiz, ketib beribmi o'ylab bitirganmiz, g'ozir chiqibmi o'ylab bitirganmiz, qachon o'ltiramiz, unaqa emas. Shunchalik yashab, shunchalikni xush yuribdik. Şunlar. Yani Endi deb bayashat yashagandan millatimiz, xalqimiz uchun bir ish qilib, shularning duosini elib o'lab ketsak, shundan cho'ng bir afzal bir o'lim yo'q deb o'ylayman men o'zimga. Amelar haqida ish olsa. Allah razı olsun. Doğru gapingiz. Hozir masalan bunaqa bir besimlar yo'qdi sizga. Mayli qaysi tarafdan bo'lsin. Besimchu xizmatingizni to'xtatish uchun kelayotgan besimlar. Ay gap degani tepaverdi go, gap degani vahshiyat va arshidin istoq Ankarada bas nimishlar tutdi, anket turdi. Gaplar zodi jamiyatda bor. Gaplar bor. Ama besim yani resmen telefon qilib sizga besim qildigan mandaq xizmatingni to'xtat, mayli Xitoydan bo'lsin, mayli Uyg'urdan bo'lsin. Bundaqa ya isim taqabbaqmanda vaqtda shu Xitoydan telefon uribdi, Telefonsam tutmay turib oldi. Birinci qitim, ikkinchi qitim urib ketdik, shuningla gaplar deb gapsam shuningla sen arshidimmi bu deb dedi, men shu desam sening uyandikilarni, seninki dadangning ayoli, bizning ustullaring, hammasi bizning nimamizda, agar sen bizni bilan maslahatsan, qilay deb gap mumkin shu chog'da joyida tepkisini berib tillab qo'ygandim. Ham hozircha muchik yaxshi emas, lekin shunaqmi joyida yetkazib qo'ygan tillab. Qachon yuz berdi o ish? Çıkıyor oldu. Yani ularga yani sizni o'zini bizga ishlagan dedi yani ular. Ha bizga xizmatini to'xtat dedi. Bizlar yaxshi hamkorlash. Qisqa mavu deganda shu gapni oxirini chiqarmaylar shu tillab qo'ydim. Hamkorlashsangiz qanday qilmoqchi ekan masalan? Sizga qanday mukofot berdi ekan? Misol. Mana nima mukofot beradi? Men ularni mukofotini olib men bir qanchalik bir yashab ketaman. Mening buni so'rashimda bu emas, bishi gapdan bish chiqib qolsalar tillab to'g'ri qo'ygan. Shunga qo'yyapti telefonni. Ya'ni aka ovoz lozim qo'ygandim uninki. Telefonda. Uni qo'yib berish imkoniyati bormi, yo'qmi hozir? Ma telefon chaqilib vayron olib ketdi, ama ishonimlari ilm hozirni qilsamlar o'chib qoldi bu. Bo'ldi, navosini qilmayli. Chunki men burun xabar topgan bo'lsam, modlardan tatbiqminasi va uni oltima vaqt keyincha oltirga yegan. Allah razı olsun. Endi chunki hozir jiqadamga mushtaq ta'did bo'ladi-da, buni jiqadam yengyotidi, ammo bir qism odamlar buni yengolmay qo'rqib ketib, chunki tavhidiy, ya'ni Alloh tilini qo'rqish, Xitoydan qo'rqmaslik. Nimadan qo'rqaykan? Nimamiz qo'rqadiganlar hammasi akirib tiqib, ansiraydiganlarning voy bormaydi, voy jaroq turaydi deganlarning hammasinikini akirib tiqibdi. Hammasi bir taraf qilyapti. Ana kun oldida tiqi bir og'ayimizniki uydagilarga kirib bir necha nimalarni qildi, bismlarni qildi. Bir necha ishlar bor, o'tirdilar. Alloh xohlasa bularniki endi bu biz bu yerda bu yer anlatganimizning hech qanday foydasi yo'q. Biz bunu anlatmasakmı bu yerga o'zimizning millatiga, o'zimizning qiyinchilik anlatmasakmı bular biladi. Biz buni nega anlatamiz?
ünümü çıkıdığan, kanuni cihetten her kanda bir yerde, aşında bir yerlerde işlesek buldu onu. Bu bir yerde tordu koyup gelmesi hiç kanda faydası yok. Çünkü bardaşlık berenmegenlerden bir kancısı Xitay işlab etkanlıqını iniqçu bu yerdə. Məsələn, torda fitnə qılıyatqan, Xitay üretken şu tekstlarını, abzaslarını oqupırıyatqan, onundan keyin toxtamasdan şu Uyg'urlarni va yak chet eldagi muhojirlarni bo'ladigan gap so'zlarni qilayotgan, to'xtamasdan cho'ng tashkilotlarni tillab, masalan, bölgünçilik silip arada düşmanlık paydo qilayotgan chet elda hatto ekranga chiqib gap qilayotganlarmi bor. Buning uchun men buni o şekilde so'radim. Bundan keyin masalan Anqarada turib qolamsiz? Hem de bir yerde hem de bu kontrol hem de işgal bo'lgandan keyin sizga degandek shu bir odamni ikki odamni o'rlashtirib berdi, birisini maksimum shu hukumat jihatlardan bir narsalarni iltimoslarni sunib shu ishlarni qildirganga, shu faoliyatlarni qildirganga, yana bir odamni maxsus shu xalqqa tashviqot qilib, xalqni bir uyg'otib qo'ydayliqi Malayziyadagidek, aşağılardagidek aşında bir ishni qirg'imiz bor, aşında bir ishlarni paratimiz Alloh xolisa. İnşallah. İnşallah o kunlarni kep qilib. Hozir bizni telefon qilayotgan Ozarbayjondan bo'lsin, mayli Qozog'istondan bo'lsin, har qanday yerdan telefon qilyotdi. Hattoki aşağılardan kepni ko'rishibmi ketganlarmi bor. Vallahi so'rab, har qanday ish bo'lsa biz bor deb qilayotganlar. U yerlardan inşallah, u yerlardan bir bizim Ozarbayjonda inşallah yaqinlarda shuna bir faoliyat qilmoqchiga aşağıdaki qarindoshlarimiz Azerbaycanlı qarindoshlarimiz Allah razı olsun. Uyg'urlar uchun. Allah razı olsun. Mening buni so'rashimda xalqimizning ichida shu yoshlar agar bir ish qilsak, shunday olqishlarga yoki qo'llashlarga erishadiganmiz deb bir umid paydo qilish, chunki umidsizlik yomon besib ketdi xalqimizni. Yana sizlardek faqat shu yurkinglarni qo'linglarga ilib chiqqan tonglar mana nurg'un xizmatlarni qildingiz. Biz buni ko'rdik. Ko'rmagan bo'lsak, ko'rmadik deydik, ammo biz ko'rdik deymiz. Shuna deb guvohlik berishimiz kerak. Ular uchun umid bo'lsin deb shunga men bu masalalarni so'rataman. Oxirgi bir deydigan gapim ish qilib sizning hozir tortishilgan hech qanday nimamizmi yo'q. Baribir o'lib ketimiz, baribir shu zulmni ko'ramiz. Men ota-onamizni, men urug' tuqqanlarimizni qo'ygasimi, ashlarniki hisobini so'rashimiz kerak. Bu yerdan qanday chiqadi, odam kasal bo'lib chiqib, qancha kunlik o'lib ketadi, nima bo'ladi? Aqach o'lib ketmasin, shu yer qanchalik bir azoblarni tortdi, shularning o'chini ilishimiz kerak. Aç qizlarimizning o'chini ilishimiz kerak. Shularning bedelini o'tishimiz kerak. Biz bundan vaz kechsak bo'lmaydi. Shuning uchun bizlikqa quruq gapni jiqilib tordayliqqa men shuningda WhatsApp gruplarida yo'q birsidimi? Hammasida chiqatdim. Facebook'ta tuzib chiqib ketmayman, ancha-munchalarni qilsam, qarab ketmayman Facebook'ga. Gap endi asosiy qiladigan ishimiz bizning vaqtimiz bak qiz. Agar biz hozirgi mushu vaqtlarda, mushu mezgillardan foydalanib, biz bir ishni qilmasak, bir davoni bir voyaga yetkazib, bir natijani chiqarib olmasak, açık saxlasın, biz hozirgacha qanday ko'rayotgan bo'lsak, bizning avlodlarimizga bu qapqaqasa, o avlodlarimizning qolishiga ketib qolamiz. Tarixga yüzülük kitidi bu. Ya bizning ota-bobolarimiz, bizniki avlodlarimiz, cho'nglarimiz nima ish qilgan bo'lg'aydi deb xuddi biz tarixchilarni tilagandek, bizni mashina tilab, mashina kimga qapqasak bo'lmaydi. Shuningga mayli qo'limizda qanday ish kelsa, bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Quruq gapni asqilib, g'aybatni asqilib, bir natija bo'lsa, bir natija chiqarib ko'rsatgan ishni qilishimiz kerak. Birlashadigan vaqtimiz Hayırlar bo'lmaydigan, satqinli bo'lmaydigan, hammamiz birlashib, bir niyatda, bir maqsadda har qanday jihatdan o'zimizni kuchlantirib oldiga minishimiz kerak. Biz shu bir yerda to'xtamay turgan yerimizni mingilib etganimiz yo'q, oldiga minpaqmidik. Shuning uchun oldiga minishimiz kerak. Bu xalqdan o'tindig'im shu, tashkilotlardan o'tindig'im shu. Yani Mişadi ben bir qo'shimcha savol so'rab qo'ysam, yaqinda shu
WhatsApp, Facebook deyli. Facebook'ta o kadar emas ama WhatsApp toplarında to'xtamay gepli qiladigan, eli mustaqillik, eli jimine deb uni bazog'i selib, jiq gap qiladigan, faqatli gap qiladigan WhatsApp toplarida hech qanday oshkorlashmaydigan, hatto bir Uyg'urninki normal bir vazifasi bo'lgan namoyish qilib kelmaydigan. Mushundaq kishilarga nisbatan nima deysiz? Ularga nima deb chaqirasiz? Yıllık günü Minya'da Ankara'da bir aşkhana kirgen tamakı gibi. Bir teşkilattan adamı oturupken ismini demey. Özü akt gelgen çağda özün kandalığını oturup çıkıldı inşallah. Hemen nasıl bir yerde boş bir kahve oturmadık bizim. Kirsek kimdeydi o? Ben 7 ayın içinde Şarkı Türkistan'da müstakil kılıp onun içinden Xitay Komünist Partisi mi? O ne ya bizim mi başkurup yere sen nima bizim mi başkurup vermiş kanunda da o ne bana beridu dedi. Ara Türk külkette mi adem karab mingi şimdi okupayşonlar asmak sen ben dedi. Da koydum artık yakıma çıkarttım. Bu teşkilattaki adamlar mışınçılık kılıyakese azı belki anlayatkandı, köre atkandı. Onda asmandaki gazın şorpsıga nancılar pişirmay. Başta bir emniyet bir hizmetimizni qilib, qo'li haqni bizni qo'llab davamay, emniyet hizmetimizni qilgan vaqtda mahalliqni qo'llaydi, oqimizni kuchli bo'ladi bizniki. Ankin bu WhatsApp gruplarda deymiz, aslında abaytin siz degandek aslında quruq gaplarni jiq qilib, mustaqil qilishimiz kerak, ani qilishimiz kerak, mani qilishimiz kerak deydi. Emniyet qarsa birisi oldiga chiqmaydi. Birisi chiqmaydi oldiga. Hech chiqmaydi. Ama çıkanlarını mı jim turg'izib ashlarni orqada g'iybat qilib ashlarni yomon gapini qildi. Masalan, oddiy sig'ida bilsak, Rabia Qodir onamizni bilsizlar. Rabia Qodir liderimizni deb atay. Bütün mal dünyasını tashlab, o'zining vatanini, tuprog'ini tashlab, o'zining qarindoshlarini, o'zining aşı qo'zg'i 9 kun ko'tarib, tug'ib, cho'ng qilgan bolalardan hamma nimasidan voz kechib ma davani qilib mishaga manga vaqtda mushi davani qilib 20-30 yildan beri mushi chataldi vatanni ko'rama urug' qilib qarashama shu azobni tortibmi yana bu vatan davasi voz kechmay ash vatan davosini qilayotgan vaqtda yerda bir videoni chiqarib ovozini chiqarib va Rabia Qodir a vaqtda mani onda tillabdikan bunda tillabdikan ashini taqibdi. Eğer to'xtab turadi bir aql egisi bo'lgan bo'lsa, to'pga taqatgan hamon ash taqatgan odamni tillab chiqarib etish kerakdi. Nima ish qilsa senda? Mayli qanday xatolik qilsin, mayli kimni tillasin. İnsan degan tillaydi, ochiq bo'ldi, qahr bo'ldi, mehr bo'ldi inson degandan keyin. Biz ochig'imiz kes tillaymiz uni buni. Endi bu yerda u narsani akib oyada taqatsa, oyaga WhatsAppga taqatsa onu ekilip başka birisi kanda kayısı kolu bağırken tam aşını ekip yanıp bir topla köçürüp top mu top takıtıp düşürüp. O anımızda kandalikin bulmuşsun bütün dünyada Rabia Qodir Uygurlarının anısı Uygurlarının lideri de tanıtkan. Şundan var. İşkanda bir teşkilatlar çıkmağa vakitte, işkanda bir teşkilat yok vakitte aşı ayal çıkıp aşı Rabia Qodir Hanım çıkıp aşı davanı mangatkan. Bütün dünya aşı Amerika olsun, meyli Avrupa olsun, hem bir yer Türkiye'den tatlarınız tanıyordu Rabia Qodir'da. İtiraf kılıdı. Şundan kalan vakitte biz o meyli biz kollamasak mı? Kollamaydığı şey olsun ve cim turuştu yok. Biz anımızga dağ tek yüzüp, ayada grup takıtıp, ayada anı kılıp, miyada manı kılıp, o gruplarda her xil adamlar var. O çetellikler mi var? Cim turupunda körüp anlaydıqlar mı var? Özümüzdeki Abdübeşir'de bütün dünyada özümüz çıkıyı başına kıvatımız. O anımızdaki yüzünü çeyrek, o anımızda hakaret kağılık diye, özümüz gözümüz hakaret kağılık diyen gap bu. Bizim bu yerde onu bunu tınlaydıgan hakkımız yok azı. Bizden azı kim dava üstünü malsa, meyli mustakilçi olsun, meyli otonomiyacı olsun, meyli nimiçilik olsun, muş davanın bayrağını kötüraklı malı dike, biz şularını kollaşımız gerek. Meyli her xil hareket kılaylı, 10 xil, 15 xil, nurgul xilda hareket kılaylı, ama məqsədimiz, niyetimiz bir bizninki. Emmemizde şu davası, vatan davası, şu qarindaşlarımızdan urug' tuqqanlarning davası, Şarkı Türkistan'ın davası. Biz kollaşımız gerek.
Biz eğer özümüz adımını özümüz tillap versek, qarab, oy, bular müşündar geldi şu bizne. O bular müşündar geldi bu Uygurlar. O bular yıkın keladigan. Tibet'ten o belki Hindistan'da uya bir yerde asker olmanın. Amerika'da mı şunda da kollaydıkken Tibetlerini mi? Ha? Nimdet biz şularçılık bulamayız Tibetçiler. Bir gapning ikisi dinga silvagan, bir gapning ikisi yana bir nimaga silvagan. Biz onda islamayli ma ameliyatga ma nimaga yuzlayli ma javona. Yotqan qarab tutunishimiz kerak. Biz dinimizdan voz kechgan yerimiz yo'q. Hech kim dinidan voz kechmadi. Ammo qo'llanadigan yerda din paytda qo'llarimiz masalan Saudiya Arabiston bo'lsin, Turkiya bo'lsin, islom davlatlari bo'lsin, u yerda dindan eg'iz ochamiz. Agarda Yevropa yoki bunda bir davlatlar bo'lib qolsa, u yerda biz shular qarab gap etishimiz kerak. Masalanga hammamiz masalanga bir dindagi, bir qondagi odam bo'lmasaqmi? Biz hammamiz inson. Biz hammamiz Havo onamiz bilan Odam alayhissalomniki avlodlari. Chunki ular shularni qabul qildi-ku. Demiz shu biz. Şu cihetlerden etmenler, meyli temni cihetten hem nesi din takviletler ağındaksı günah oldu, mağındaksı günah oldu, ağındaksı günah oldu da onun takvamay, emniyet kimi üzülünüp, pen kimi üzülünüp, ikisi tam atmanı alıqaqda biz bunu da netice çıkalayımız. Bulmuş ondakıma bir nesigili kirvelipler aşağıda nukutlu turvasa bu kanlaşmaydı. Belki bu da o dindin tıllık nukatıda da tılış mümkün. Onun da dinga yaki yani bir nemiye karşı çıkanım emez. Ben özüm dinde okuyan bala. Ama biz ameliyat yüzünüşümüz gerek tabi malı davatına. Biz Allah şu razı olsun. Hakikaten davat oğurluk şu an olmay başka bir yerlerden şu an olak çıkıtmaz. Şunaq. Bo'ladi, vaqtimizmi bir yerga kelyapti. Sizningki oxirgi sizlarning bir plan proje deyishga bo'ldigan. Bo'lsa uni deb bersangiz, agar bo'lmasa oxirgi qarindoshlarimizga nima chaqiriq qilasiz, nima deysiz? Ya'ni sizni qanday qo'llashimiz kerak? Ya'ni sizlarni Ali Zulfiqarova asosan ikkinlamchiq viloyatlarga berib Uyg'urning tashviqotini. Endi qo'llash kelgancha da hammadan qo'llaydi, og'zdilar hammadan. Ameliyatı yok, to'xtatdi ama vallahi nima ish qilyapti? Qanday qilishimiz kerak? Qanday qo'llashimiz kerak? Mavlaning nima maqsadi bor, nima ish qilmanda turib qolayotgandi deydigan bir narsa yo'q. Shundan eg'iz ichib bo'lguncha, vaqtla oyoq-buyoqlar akitib qolgan. Bizim fakatla dua qilsin, qolgani qo'llashni Alloh biladi, Alloh yo'limizni ochadi. Başdan chiqqan vaqtimizda o'sha yo'lman vaqtda hech kimning bir qo'llashiga erishmagan, hech kim bir-birini hukmiga ketmagan. Faqatla Alloh tavakkul qilib chiqqandik. Alloh niyatimizni qandaligini bilgachga mushkullargacha akaldi. Yana Alloh o'zi bor. Shu. İnşallah. Mushkullarimiz xalqimizdan boshqa narsa yo'q. Faqat g'ayrat qilmasin, so'kmasin, ushaq-tushaq gap so'zni qilmasin. Qo'llasin. Başka bir maddi cihetle biz gibi o 300 ming dollar gap qo'llanglar demidi. Hech qanday qilamisak bir duo qilib xalqimiz uchun. Ya to'xtab turama yoshlarimiz bunda qilyapti. Bunda qilayotgan vaqtda malaniki o'tmishini 20-30 yilni oldiki, 5-6 yilni oldiki kishini so'rab ochqin bunda demayli. To'xtab hammamizniki derdim shu. Mush bolalarni agar aş vatandagi musulmonlar bo'lmagan bo'lsa, balki mush bolalarni undagi şehirlerde yürmez boğitti. Hep mağını oylaylı. Özümüzünkini bir oylap bakaylı. Özümüzün yaş vaktini olsun. Özümüzünki bir kıyın ahvalları çıkmağa vaktlarımız olsun. Mağını oylap bakaylı. Hemen aslında Abba hocam da özünü Abba hocam kılıp takına açıp koparaş, layık etmeyin. Ben de kımaylık telefoniki avazı sel çatakçıyor. Ben şunu kalıp avazını sebek ülük çıkıp varamdı. Tecelli efendim ha. Yo'q, yaxshi. Shu ovoz unlik chiqadigan qarindoshlar bo'lish kerak bir millatda. Yani Ovoz bo'sh chiqadiganlar bo'lish kerak. Yo'q, bu yerda cho'qim hammaylar eg'ivisi vaqirmay gap qildi deydigan shart yo'q. Bizda abaymi deyishdik. Oqtalık olmaganken tecelli efendim gap basamalı açtı işim patmayı sarana getirkemiz mi ya da bir işini yakıp bulama bir işini netice çıkıp emdi bir işini kılaydıysa ayaktım bisim mi yaktım bisim
Almal bo'lib ketgandan keyin ma jiyirchilik tuchaylik ba'zan chaqdim sizlarga qaynamasak kimga qaynaymiz? Sizlardan boshqa qarindoshlarimiz bormi bizning? Hem sizlar otimiz, ağacımız, ufkimiz, dostumuz, anımız, dadımız, kınımız, cinimiz sizlerge dinlesek kim gideyimiz? Bu yat millet gibi verip yığılıp mankamızı ektiğimizle Allah yardımcımız olsun da yok kırıktı. Şuna. Allah razı olsun. Yani sizin Kıldım, to'g'ri gap bo'ldi. Xato gap bo'lgan bo'lsa, men bu gapingiz xato deyman, chunki biz bu yerda abay dedingiz, nimsimoqi deb qo'yda ketavergil bo'lmaydi. Kim to'g'ri qilsa shuni desteklaydigan gap. Xato qilganni to'xta deydigan gap. Hozirgacha endi inshaalloh sizlarninki kechmishinglarda nima ish yuz berdi, u islomdimi so'ralmaydi-ku, bizning dinimizdimi bir odamninki sahabilan ajoyib eskiliklarni qilgan tarixlari bor sahabilarninki. Ularning bu burun qilgan eskiliklar surishti qilinmagan. Ay Bilal nima? Vahshiy. Bularni hech kimni ilgilendirmaydi. Ular bilan munosabati yo'q. Siz deyotgan narsa shu shu bizniki amaliyatimizni ko'rib, bak qilayotganimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, ashini qo'llab, qo'llamizga jim o'tirib bersa, vatandagi oyatda yetayotgan xuddi bizning bir oyatimiz urug'liqimiz emas. Hammamizniki urug'liqini, hammamizni qarindishi, hattoki yotmagan bo'lsa-mu turmada, aşı her bir Uygur türmede olurken aşı Uygur, aşı qayrindishimiz, bizim dindishimiz, qondishimiz, millatdishimiz. Mani o'ylab bo'lsa-mu jim turishimiz kerak. Eng oxirgi bir yig'iz deydigan gapim bor, tajalli efendim qapıma vaqtingizni qo'ydim. Alo. O'sha ovozingiz bor, so'zlaring. Eng oxirgi deydigan gapim o'tinib qolay. Men millatlar uchun, xalqimiz uchun hech nima qilmasakmi, to'ppa birisi bir narsani yo'llab, xalqni g'aybatini qilib bunday yo'llasa, ani shu vaqtda chiqarib shu vaqtda radiyasini beringlar, miyaqda yo'tkab, zerib qolgan bo'lsanglar chiqib peqiranglar. Yani ben sıkılık etken bolsanglar bir dua qilinglar, namoz o'qinglar, yengillab qolsizlar. Ekep qaqdan narsa, ekep qaqdan yo'tkab, to'pdan yo'tkab bu yerda gango e'lon qilib, reklam qilib bersangiz sizlarga bir YouTube'dan pul olmaydi. Shunday. Yana bo'ldi. To'g'ri gapimiz, ya'ni buningga men bir diniy jihatdan bir gapni qilib qo'ysam, bu oylik unda oddiy ish emas o'chu. Bir yerdan yo'tkab qo'ygandek WhatsApp to'plariga o'tgandimi bir qarindishimizni rasvo qilamiz deb shunda WhatsApp to'plariga kichikdan tortib cho'ng'icha itib ketdi. Bu oyliqi gunohi kabirchu bu. Bu insonning inovatini to'kish, uni sharmanda qilish, uni g'aybatini qilib, uni yomon gapini qilib, shundoq uni vayron qilish bu gunohi kabir. Insonning inovatini to'kish bu gunohi cho'ng gunohlardan birisi. Ashuni o'ltirganga o'xshashchu, shuni fitna qilish, odam o'ltirganda yomon deb shundoq oyat va hadislar bor, hadislar bor. Yani bir ayetni men deb o'tib ketay. Veylul likulli humazatul lumaza. Deydi, vay isit ularning holiga, suxanchilarga vay ki ular kishilarning aybini ichib suxanchilik qildi deydi. Suxanchilar eng iflos odamlar, ya'ni gap to'shiydigan. Hozir gap to'shish vositasi WhatsApp, bugungi 21-asrda gap toshish vositasining asosligi WhatsApp, WeChat, burun WeChat olgan, keyin chet ellik Uyg'urlar WeChatdan mahrum qilindi yoki ishlatmaydi. Har xil sabablardan. Endi hozir asosiy vosita WhatsApp suxanchilikninki bir vositasi bo'lib qilyotdi. Yaxshilikning vositasi, ammo dallollikning, ya'ni gap to'shishning vositasi bo'lyotdi. Undan keyin Facebook, undan keyin boshqa narsalar, Twitter deymiz, boshqa narsalar, YouTube deymiz. YouTube'da mı çok qiyğılı bo'lmaydi, ammo mush WhatsApp'da hozir xili cho'ng yoshdagi yoki normal bir musulmonmi bo'lib bilmay ba'zi narsalarni, xato narsalarni mandaq suxanchilik qilib boshqa to'plarga otadigan mushtaq holatlar bek ig'ir bo'ladi. Buningki mukofoti Qur'oni Karimda jahannam hamda. Mush WhatsApp'da bir kishining aybini ichib so'z qilgan bo'lsa, yo bir bo'lgunchilik qilib tashkilotlarni bir-biriga so'qashga soladigan gaplarni qilgan bo'lsa va yoki bir odamni bir tushirishni maqsad qilib uning koni yangi ishlarini maydonga chiqib yezib yoki gap qilib o'ttirib to'kkan bo'lsa, buni WhatsApp atgan bo'lsa, bu hamda suxanchi
Şuna bunun tefsiride, ayetning tefsiride Veylun degan do'zax, şu suxanchilarning kirdigan do'zaxning ismida Veylul likulli degandiki, şu Veylun sözünü bazı mufassirlar do'zaxning ismi deb qaraydi. Veylun do'zax deymiz biz. Bazı mufassirlar nihoyatda dahshatli bir azobga qoladigan bir kalima, ya'ni o'rin deb buni tafsirlaydi. Buningki egilari, ya'ni bu Veylun do'zax kirdiganlik kim desa, humazatul lumaza. Gap to'shiydigan dallallar, ya'ni WhatsApp'larga şu gaplarni itib, uni bir odamni qo'g'dimay, uning aybini yapmay, Ya bir insan ayıpni açırgan vakti emas bu millet üçün. Ondan kılgan bir vakt mı emas. Şu aşında toptun topu yetkep, meyli anı anlatma. Mesela ondan kız bezirler var anlatma. Bundakinde dıplı vatçıdı paylaşıyordu da başka yetkiydi onu. Aşında kılıç aldı da aldırak ve nimemizi tutup bakılı. Yokta durayama kimliğin gibi kim yetkiyem attım. Bu kim o? Ben tanımay durup neymiş bu adam kim yetkiyem bir yada. Az ben bunu kısam özümüzden milletin özümüzge birbirisiga soldikenmiz bu bir yada. Biz kaçan kurtulumuz bu zulümden birbirimiz bunda siliyli versek deydiğen man oylap durup onu kendi iş kılışımız gerek. Şunun için aynen bunda başka vakitte kolumuzun uçuğunda bir karıvitte ve vicdanımız karıvitte kılaylı yakında işini. Şunlar. Kur'an-ı Kerim'de aslında kişilerin aybini yapınlar, onu asıranlar, onun yaman gipini to'xtatib qo'yanglar. Hadislerde maşındak. Bir insanın qerindishining aybini yapsa kıyamet günü Allah onun aybini yapı deb aniq hadis bor. Ayıp yepish emas, ayıp ichishga yuzlanib ketyapti. İnşallah Allah bizning millatimizni isloh qilsin. Shuning uchun tashviqotimiz yomon kundan kunga nacharlashib ketyapti. Yani İnşallah yaxshi bir natijalar bular. Qani sizlardek bizler kendimizni shunday to'xtamay tirishib müdürlap otursak inşallah bunu bir Allah neticesini bir ecrini beridi inşallah bir yerden bir çıkış beridi bizge. Bizge bunu kendimizge bunu yazıp üretmegen doğan kıyamet kişiyen şundan çıktığın zulümünü görüp öte gitser diyen onda bir nasıl yoktu. Şunun için biz hem nasıl özümüz sebep kılışımız gerek. Meyli Afgan olsun, meyli ne olsun hem bir yerde şu uruş bulat hem de şu özün erkekliği, özünün milleti, özünün toprağı, özünün halk için uruş bulatıdı. Biz neymiş kılınız? Hiç kana işte kılamayız. Atiyeni keş torlu uruş kılıp birbirimizi dillap resva kılıp mağanda kantım, memunda kantım da. Özümüzün kıvayışımızın bir yerde bir hakkı bunu versek mi? Biz emili hareketini kılıp başında bir neticeni göstersek Allah kalsa bunun bir netice çıkıdı. Nölden başlayan basak aynı okşaşı yani nölde turgan, nöl filosu kitbagan. Bir neticeni göstereyli, çıkaraylı. Bir hakikaten bir özümüzü bir silküteyle. Kandak vakti netice çıkaralayımız. Çıkaramısak mı çıkarvatkallığı gep tekizmeyle. Yana okşaş gapsa yana okşaş gapga tajalli yapandim inşallah. Boluda inşallah yana aldığımız zamanlarda sizlerin hizmetinlerini takip yani halkımız bilen yüz görüştürüşke tirişime. İnşallah. Bizim maksatlarımız şu. Başka ketip koyduğun sözünüz bulmasa müşahede biz hoşlaşımız. Makul. Boluda Allah'a emanet hizmetin uftuğluk olsun. İnşallah görüşküş aman bulunla. Hürmetlik görürmen qeyrindaşlar. Allah sizlerden razı olsun. Bu bugün Zulfikar qeyrindişimizning Mishkironga kelishini maqsad qilgandik ama ulaşamay qoldik. İnşallah aldığımız zamanlarda o qeyrindişimizni xalqimiz bilan görüştürüp bu xalqning ichida kim maydonga chiqishni xohlasa, yana xizmat qilishni xohlasa, kim Uyg'ur uchun, Sharq Turkiston uchun, mustaqillik uchun, shu millat, shu kamplarni taqitish uchun bir taşını uyandım bu yana ep koyuşunu xalaydigan her qandaq bir şahs olsa ikramımıza ep kelip onu qo'llash, yani hiç bo'lmasa onun bu yerda bir tasalli berish, qo'llash uchun inşallah bu xizmatimizni bo'ladi. Allohga emanet emsa. Assalomu alaykum. Ekilimiz inşallah ikramımızga yani onun münasebetlik qeyrindaşlı bo'lib qolsa biz bilan aloqalashsang bo'ladi. Bizga havola qilsanglar bo'ladi, bu qerindishimizni ikramga kelsanglar bo'ladi deb. Yoki shu qerindashlarimiz bilan qanday qilib aloqalashib ikramimizga kelishiga yordamchi bo'lsanglar bo'ladi. Hammasini biz izlab tep bo'lolmaymiz. İnşallah kelgusi zamonlarda davomli xalqimiz bilan sizlarni
Yani bu hizmet kılayotgan qarindoshlarni yuz ko'rishtirishga tirishimiz va inshaalloh dushanba kuni kechda bizningki bu buzilayotgan psixikamizni o'ngshash uchun, buzilayotgan mijozimizni o'ngshash uchun, buningga bir iloj to'g'ri tepish uchun Yaponiyadan Muxtar Abdurahmon, doktor Muxtar Abdurahmonni ekranga taklif qilaman va buzilayotgan bu Uyg'ur psixikasiniki şifası ustida izlanamiz inshaalloh. Bu suhbatlarimizni ham bahralashinglarni, texim ko'p qarindoshlarimizga yetishiga sababchi bo'lishinglarni umid qilaman. Programmalarimizni naq maydonda vaqtida ko'rishinglarni umid qilamiz. Hammanglarni Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir qatimliq programmamizda görüşkice bulunmalarına. Esselamu Aleyküm.